Assalomu alaykum. Bu Uzbek Story Time. Hozirgina bilib qolganim shuki, odam men faqat mehmon edim deb o'zini aldayverarkan. Chunki men o'sha tunda uyg'onganimda, qo'llarim muzdek sim bilan kursi oyoqlariga bog'langan, og'zimda esa kimdir tiqib qo'ygan mato bor edi. Nafasim qiyin chiqardi. Xonada chiroq yo'q, faqat deraza yorigidan tushgan oqish oy nuri devorga tirnalgan izlarni ko'rsatardi. Eshik ortidan kimdir sekin, juda sekin yurardi. Har qadamida pol gichirlardi. Men ko'zimni katta ochib, nima bo'lyapti degan savolni ichimda baqirdim. Mening boshimda bitta tasvir aylanardi. Men bu uyga shunchaki mehmon bo'lib kelgan edim. Bir piyola choy, 2 ogiz gap, keyin qaytib ketaman degan edim. Shuncha oddiy edi. Lekin o'sha kecha oddiy bo'lmadi. Matoni tishim bilan chetga surishga harakat qildim. Tilim achishdi, labim yorilib ketgandek bo'ldi. Shunda eshik tutqichi ohista pastga tushdi. Men nafasimni ichimga yutdim. Eshik ochildi. Qorong'ida bir ayolning silueti ko'rindi. U qo'lida nimanidir ushlab turardi. Pichoqmi, kalitmi bilmadim. Uning ovozi past, lekin juda aniq eshitildi. Uyg'ondingmi, bolam, bolam? Men o'sha so'zni eshitib, butun tanam muzlab ketganini his qildim. Men hech kimning bolasi emas edim. Men 25 yoshli yigit edim. Ish qidirib yurgan, ozgina qarzi bor, ozgina orzusi bor, eng muhimi, begona uyga kirib, begona odamlarning bolam degan so'ziga loyiq emas edim. Ayol menga yaqinlashdi. Oy nuri uning yuzini yarim ko'rsatdi. Ko'zlari qizarib ketgan, lekin yiglagan emas. Ko'zlarida galati bir narsa bor edi. Quvonchmi, nafratmi, ochkozlikmi bilmadim. U mening og'zimdagi matoni chiqarib oldi. Men darrov bo'g'iq ovozda pichirlab yubordim. Kimsiz? Nega meni bog'ladingiz? Men mehmon edim-ku. Men hech narsa qilmaganman, ayol jilmaydi. Jilmaygani yomon edi. Chunki u jilmayganda yuzida iliqlik emas, xuddi biror narsa nihoyat joyiga tushgandek tinchlik paydo bo'lardi. Mehmon emassan. Sen qaytding. Men hech qayerdan qaytganim yo'q. Men Jamshidman, ayolning ko'zlari bir zum qimir etdi. Keyin u sekin boshini chayqadi. Yo'q. Sen Jamshid emassan. Sen, u gapini aytmadi. Eshik ortidan yana bir qadam tovushi eshitildi. Bu safar og'irroq erkakniki. Ayol bir zum ortiga qaradi, keyin menga engashib pichirladi. Shovqin qilma. U seni ko'rsa. Yana kech bo'ladi, men nimaga yana dedi, tushunmadim. Lekin ichimdan nimadir uzilib tushdi. Bu uyga kelganimdan beri ichim tinch emasdi. Hamma narsa juda to'g'ri ko'rinardi, lekin aynan shu to'g'rilik odamni qo'rqitardi. Boshim orqaga ketdi. Ko'zlarim yumilib, hammasini boshidan eslashga majbur bo'ldim. Men bu uyga qanday kelib qolgan edim? Hammasi o'sha kunduzi boshlangan. Men shaharda bekatda turgandim. Telefonimga tanishim Dilshod yozdi. Bro, bir ish bor. Bir tanishlarning uyiga borib kelishim kerak. Men ulgurmayapman. Sen yordam berib yubora olasanmi? Juda tez. Shunchaki mehmon bo'lib kirib chiqasan. Ko'p o'tirmaysan. Men keyin o'zim boraman. Men qanday uy deb so'raganimda, u qishloq tomonda, shahardan 1 soatcha dedi. Ular yaxshi odamlar, o'qituvchi ayol. Yolg'iz. Bir piyola choy ichasan. Eng asosiysi, bu papkani berib Dilshod salom aytdi deysan. Bo'ldi, men ish topolmay yurganim uchun yordam beraman deyish menga oson edi. Qolaversa, Dilshod menga avval ham ko'p yordam bergan. Uning oldida qarzim bordek edi. Men papkani oldim. Og'ir emas, lekin ichida nimadir qattiq turardi. Hujjatlarmi bilmadim. Yo'lga chiqdim. Kuz edi. Havo salqin. Mashina ichida men o'zimni oddiy mehmon deb ishontirardim. Bir piyola choy, 2 ogiz gap, qaytaman.
Shuncha shahar shovqini ortda qolib, yo'l chetlarida dalalar, qurigan otlar, uzoqdagi qoramtir daraxtlar ko'rina boshladi. Ichimda galati siqilish paydo bo'ldi. Sababsiz. Manzilga yetganimda ko'cha jim edi. Uylar kam, har bir hovli baland devor bilan o'ralgan. Dilshod bergan manzil bo'yicha bir uy oldida to'xtadim. Darvozasi eski, bo'yoqlari qochib ketgan. Lekin eshigi mustahkam. Darvozaning ustida kichkina kamera borligini ko'rib, bir zum to'xtab qoldim. Qishloqda kamera. Men qo'ng'iroqni bosdim. Ichkaridan uzoqdan bir it hurdi. Keyin qadam tovushlari. Darvoza gichirlab ochildi. Oldimda o'sha ayol turardi. U hozir ko'rganimdan ham boshqacha edi. Kunduzda uning ko'zlari normaldek ko'ringan, ovozi ham muloyim edi. "Ha, bolam. Kimni izlayapsan?" dedi u. Men "Assalomu alaykum" Dilshod salom aytdi. Men mehmon bo'lib keldim dedim va papkani uzatdim. Ayol papkani ko'rishi bilan yuzi o'zgardi. Xuddi yelkasidan yuk tushgandek bo'ldi. U papkani darrov olib bagriga bosib qo'ydi. "Juda galati. Kir, sovqotib qolasan. Dilshodning ozi kelmadimi?" dedi. "U ulgurmayapti. Men tezda berib qaytaman" dedim. Ayol menga diqqat bilan qaradi. Men uning nigohidan o'zimni noqulay his qildim. Go'yo u meni birinchi marta ko'rmayotgandek. Go'yo u mening yuzimni yodlagandek. U meni hovliga taklif qildi. Hovli katta, lekin negadir havosi og'ir edi. Hamma narsa toza, tartibli. Lekin shu tartib ham odamni siqardi. Devorlar baland, derazalar kichkina. Uyning oldida eski velosiped turardi. Velosipedning gildiragi yirtiq, lekin u yerda shunchaki tashlab qo'yilmagan, xuddi kimdir ataylab shunday qo'yib qo'ygandek. Ayol meni uyga kiritdi. Ichkarida juda iliq. Choynak qaynab turgan. Go'yo men kelishimni oldindan bilgan. Men o'tirganimda u darrov choy quyib berdi. Non, murabbo, qaymoq. Men "Rahmat, vaqtim yo'q" deyishim kerak edi. Lekin u shunday qaradiki, yo'q deyolmadim. "Bir piyola choy ich, bolam. Yo'l charchatadi" dedi. Men bolangiz emasman demoqchi bo'ldim, lekin tilim bormadi. Odam o'zini shunaqa vaziyatda ahmoqdek his qilar ekan. Men choydan bir ho'pladim. Choyning hidi galati edi. Achchiq o'tga o'xshardi. Shunda ham qishloq choyi shunaqa bo'ladi deb o'zimni tinchlantirdim. Ayol qarshimda o'tirib savol bera boshladi. "Isming nima deding?" "Jamshid." "Yoshing nechada?" 25. U sekin bosh irgadi. Go'yo ichida bir daftar bor, u yerda yozuvlarni tekshirayotgandek. "Otang kim?" deb so'radi u. Men kulib yuboray dedim. Bu savol juda shaxsiy edi. Lekin ayolning ko'zlarida shunchalik jiddiylik bor ediki, kulolmadim. "Otam. Otam yo'q. Men kichkina paytimda vafot etgan" dedim. Ayolning qo'li bir zum titradi. Choynakni stolga qo'yganida likopchada choy tomchisi to'kildi. U ko'zini mendan uzmadi. "Onang-chi?" dedi u. "Onam. Men onamni ham bilmayman. Men bolalar uyida katta bo'lganman." Bu gapni aytganimda ichimda eski yaralar qimir etdi. Men bunday narsalarni begona odamlarga aytmayman. Lekin o'sha paytda negadir aytib yubordim. Go'yo tilim meniki emas edi. Ayolning yuzida bir narsa yondi. Quvonchga o'xshardi, lekin quvonch emas edi. U sekin turib ketdi. "Demak, taqdir", dedi u pichirlab. Men "Nima?" deb so'radim. U javob bermadi. Oshxonaga kirib ketdi. Men atrofga qaradim. Devorda rasmlar osilgan. Oilaviy rasm. Ota, ona, kichkina bola. Men rasmga yaqinroq qaradim va yuragim to'xtab qolganday bo'ldi. Bolaning yuzi meniki edi. Yo'q, aynan meniki emas, lekin juda o'xshardi. Xuddi mening bolalikdagi suratlarimga o'xshardi.
Men o'sha paytimda ko'p ozimni ko'rmaganman, lekin bolalar uyida bitta eski surat bor edi. Men kichkina edim, sochim taralgan, ko'zlarim kattaroq. Shu rasmda ham xuddi shunday ko'zlar bor edi. Men o'rnimdan turib rasmga tikilib qoldim. Orqamdan ayolning ovozi keldi. "Yoqqanmi?" dedi u. Men cho'chib ketdim. Bu kim?" deb so'radim. Ayol rasmga qaradi. Uning ko'zlari yumshadi. "Bu bizning o'g'limiz", dedi u. "Qayerda u hozir?" Ayol bir zum jim qoldi. Keyin og'zining cheti qimirlab juda past ovozda dedi. Yo'q so'zi xuddi uy ichida yashin bo'lib chaqnaganday bo'ldi. Men yuragimni ushlab orqaga chekindi. "Men ketaman", dedim. "Kechirasiz, men adashganman. Dilshod keladi", ayol yo'limni to'sdi. "Ketma", dedi u muloyim. "Sen kelgansan. O'tir." Men hozir u yana oshxonaga kirib ketdi. Men eshik tomon qaradim. Darvozaga chiqish uchun yana hovlidan o'tish kerak. Hovli eshigi esa ichkaridan yopilgandek ko'rindi. Men telefonimni qidirdim. Cho'ntagim bo'sh. Men avval cho'ntagimga solgan edim. Qachon yo'qoldi? Mashinada bormi? Yo'q, men mashinadan tushganimda telefonim qo'limda edi. Ichimga sovuq kirib ketdi. Men oshxonadan kelayotgan tovushlarni eshitdim. Ayol nimanidir aralashtirardi. Keyin u bir piyola ko'tarib keldi. "Bu otli choy. Ich, bolam. Senga foydasi bor", dedi. Men piyolaga qaradim. Hidi yanada achchiq, ko'ngil aynitadigan edi. "Men ichmayman", dedim. Ayolning ko'zlari qattiqlashdi. "Ich", dedi u bu safar buyruq ohangida. Men yo'q demoqchi bo'ldim. Lekin u piyolani shunday yaqin keltirdiki, ichmasam, u meni majburlashi aniq edi. Men bir ho'pladim. Og'zimda achchiq ta'm tarqaldi. Tomogim qizib ketdi. "Mana", dedi u. "Endi tinchlanasan", men o'tirib qoldim. Ko'zlarim o'girlashdi. Yo'q, bu faqat charchoq deb o'zimni aldadim. Lekin ko'zim oldi suzib, xonadagi narsalar aylana boshladi. Ayolning ovozi uzoqlashib eshitildi. "Dilshod. Yaxshi yigit. U hamma narsani to'g'ri qildi. Endi sen biz bilan bo'lasan." Men o'rnimdan turmoqchi bo'ldim, lekin oyoqlarim bo'shashib ketdi. Stol chetini ushladim. Qo'lim titradi. "Dilshod nima qildi?" deb so'radim. Ayol jilmaydi. "U seni topib berdi", dedi. Shu payt eshik qattiq taqilladi. Ayol darrov hushyor tortdi. U menga qarab barmog'ini labiga qo'ydi. Jim, eshik yana taqilladi. Bu safar kuchliroq. Keyin erkakning ovozi eshitildi. "Opa, oching." Men keldim. Ayolning yuzi o'zgardi. U bir zum ikkilanib, keyin menga shunday qaradiki, men o'sha qarashdan keyin hech qachon o'zimni xavfsiz his qila olmayman deb o'yladim. U menga yaqinlashib juda tez pichirladi. "Agar u seni ko'rsa, hammasi buziladi." "Kim u?" dedim men zo'rga. Ayol javob bermadi. U eshik tomon ketdi. Mening ko'zim o'girlashib, bosimim tushib ketayotgandek bo'ldi. Men stolga boshimni qo'ydim. So'nggi eshitganim ayolning eshikni ochayotgani va erkakning ovozi bo'ldi. "Qani u? Qani u?" dedi erkak sabrsiz. Ayol tinch ovozda javob berdi. "U hali tayyor emas." Keyin hammasi qorong'i bo'lib ketdi. Mana hozir men shu qorong'ida, qo'llarim bog'langan, "O'sha o'g'lim" degan so'z qulog'imda jaranglab, ko'zim bilan eshikni kuzatyapman. Erkakning qadam tovushi yaqinlashdi. U xonaga kirgani aniq edi. Men qo'rqib ketdim. Ammo qo'rquv ichida yana bir his bor edi. Gazab. Meni topib bergan Dilshod haqida o'ylaganimda, yuragimni nimadir ezib, ichimda qaynab chiqardi. Eshik to'liq ochildi. Bu safar ayol yolg'iz emas edi. Orqasida bo'yi baland, yelkalari keng, soqoli siyrak bir erkak turardi. Uning ko'zlari menga tikildi.
U meni ko'rgan zahoti lablari qimirlab sekin kuldi. Ha, dedi u. Nihoyat men titrab ketdim. Men kimman deb so'radim. Erkak menga yaqinlashdi. U qo'lini cho'zib mening yuzimni ushlab ko'rdi. Xuddi jonli emas, buyum tekshirayotgandek. Sen, dedi u sekin. Sen bizning muammomisan, ayol esa yonimda turib ko'z yoshsiz yig'layotgandek ko'rindi. Bolam qaytdi, dedi u pichirlab. Men nafasimni rostlab so'nggi kuchim bilan dedim. Men sizlarni tanimayman. Men bu yerga faqat mehmon bo'lib kelganman. Erkakning kulgisi to'xtadi. U cho'ntagidan buklangan qog'oz chiqardi. Qog'ozni ochib oy nuriga tutdi. Men ko'rdim. Bu mening tugilganlik haqidagi hujjatimga o'xshardi. Lekin unda mening ismim Jamshid emas edi. Unda boshqa ism yozilgan edi. Erkak qog'ozni menga yaqinlashtirib past ovozda shunday dedi. Bugun sen o'zingni eslaysan. Va ertaga. Sen bu uydan chiqolmaysan. Shu payt uy ichining boshqa tomonidan juda past, juda tanish bir ovoz eshitildi. Jamshid aka. Qoching. Ular sizni tirik qo'ymaydi. Men boshimni o'sha tomonga burdim. Qorong'ida bir qizning ko'zlari chaqnadi. Va men u qizni qayerdandir tanirdim. Hozirgina bilib qolganim shuki, odam men faqat mehmon edim deb o'zini aldayverarkan. Chunki men o'sha tunda uyg'onganimda qo'llarim muzdek sim bilan kursi oyoqlariga bog'langan, og'zimda esa kimdir tiqib qo'ygan mato bor edi. Nafasim qiyin chiqardi. Xonada chiroq yo'q, faqat deraza yorigidan tushgan oqish oy nuri devorga tirnalgan izlarni ko'rsatardi. Eshik ortidan kimdir sekin, juda sekin yurardi. Har qadamida pol gichirlardi. Men ko'zimni katta ochib, nima bo'lyapti degan savolni ichimda baqirdim. Mening boshimda bitta tasvir aylanardi. Men bu uyga shunchaki mehmon bo'lib kelgan edim. Bir piyola choy, 2 og'iz gap, keyin qaytib ketaman degan edim. Shuncha oddiy edi. Lekin o'sha kecha oddiy bo'lmadi. Matoni tishim bilan chetga surishga harakat qildim. Tilim achishdi, labim yorilib ketgandek bo'ldi. Shunda eshik tutqichi ohista pastga tushdi. Men nafasimni ichimga yutdim. Eshik ochildi. Qorong'ida bir ayolning silueti ko'rindi. U qo'lida nimanidir ushlab turardi. Pichoqmi, kalitmi bilmadim. Uning ovozi past, lekin juda aniq eshitildi. Uyg'ondingmi, bolam, bolam? Men o'sha so'zni eshitib, butun tanam muzlab ketganini his qildim. Men hech kimning bolasi emas edim. Men 25 yoshli yigit edim. Ish qidirib yurgan, ozgina qarzi bor, ozgina orzusi bor, eng muhimi, begona uyga kirib, begona odamlarning bolam degan so'ziga loyiq emas edim. Ayol menga yaqinlashdi. Oy nuri uning yuzini yarim ko'rsatdi. Ko'zlari qizarib ketgan, lekin yig'lagan emas. Ko'zlarida galati bir narsa bor edi. Quvonchmi, nafratmi, ochkozlikmi bilmadim. U mening og'zimdagi matoni chiqarib oldi. Men darrov bo'g'iq ovozda pichirlab yubordim. Kimsiz? Nega meni bog'ladingiz? Men mehmon edim-ku. Men hech narsa qilmaganman. Ayol jilmaydi. Jilmaygani yomon edi. Chunki u jilmayganda yuzida iliqlik emas, xuddi biror narsa nihoyat joyiga tushgandek tinchlik paydo bo'lardi. Mehmon emassan. Sen qaytding. Men hech qayerdan qaytganim yo'q. Men Jamshidman. Ayolning ko'zlari bir zum qimir etdi. Keyin u sekin boshini chayqadi. Yo'q. Sen Jamshid emassan. Sen, u gapini aytmadi. Eshik ortidan yana bir qadam tovushi eshitildi. Bu safar og'irroq erkakniki. Ayol bir zum ortiga qaradi, keyin menga engashib pichirladi. Shovqin qilma. U seni ko'rsa. Yana kech bo'ladi. Men nimaga yana dedi, tushunmadim. Lekin ichimdan nimadir uzilib tushdi. Bu uyga kelganimdan beri ichim tinch emasdi. Hamma narsa juda to'g'ri ko'rinardi, lekin aynan shu to'g'rilik odamni qo'rqitardi. Boshim orqaga ketdi.
Ko'zlarim yumilib hammasini boshidan eslashga majbur bo'ldim. Men bu uyga qanday kelib qolgan edim? Hammasi o'sha kunduzi boshlangan. Men shaharda bekatda turgandim. Telefonimga tanishim Dilshod yozdi. Bro, bir ish bor. Bir tanishlarning uyiga borib kelishim kerak. Men ulgurmayapman. Sen yordam berib yubora olasanmi? Juda tez. Shunchaki mehmon bo'lib kirib chiqasan. Ko'p o'tirmaysan. Men keyin o'zim boraman. Men qanday uy deb so'raganimda, u qishloq tomonda, shahardan 1 soatcha dedi. Ular yaxshi odamlar, o'qituvchi ayol. Yolg'iz. Bir piyola choy ichasan. Eng asosiysi bu papkani berib Dilshod salom aytdi deysan. Bo'ldi, men ish topolmay yurganim uchun yordam beraman deyish menga oson edi. Qolaversa Dilshod menga avval ham ko'p yordam bergan. Uning oldida qarzim bordek edi. Men papkani oldim. Og'ir emas, lekin ichida nimadir qattiq turardi. Hujjatlarmi bilmadim. Yo'lga chiqdim. Kuz edi. Havo salqin. Mashina ichida men o'zimni oddiy mehmon deb ishontirardim. Bir piyola choy, 2 og'iz gap, qaytaman. Shuncha shahar shovqini ortda qolib, yo'l chetlarida dalalar, qurigan otlar, uzoqdagi qoramtir daraxtlar ko'rina boshladi. Ichimda galati siqilish paydo bo'ldi. Sababsiz. Manzilga yetganimda ko'cha jim edi. Uylar kam, har bir hovli baland devor bilan o'ralgan. Dilshod bergan manzil bo'yicha bir uy oldida to'xtadim. Darvozasi eski, bo'yoqlari qochib ketgan. Lekin eshigi mustahkam. Darvozaning ustida kichkina kamera borligini ko'rib, bir zum to'xtab qoldim. Qishloqda kamera. Men qo'ng'iroqni bosdim. Ichkaridan uzoqdan bir it hurdi. Keyin qadam tovushlari. Darvoza gichirlab ochildi. Oldimda o'sha ayol turardi. U hozir ko'rganimdan ham boshqacha edi. Kunduzda uning ko'zlari normaldek ko'ringan, ovozi ham muloyim edi. "Ha, bolam. Kimni izlayapsan?" dedi u. Men "Assalomu alaykum" Dilshod salom aytdi. Men mehmon bo'lib keldim dedim va papkani uzatdim. Ayol papkani ko'rishi bilan yuzi o'zgardi. Xuddi yelkasidan yuk tushgandek bo'ldi. U papkani darrov olib bagriga bosib qo'ydi. Juda galati. Kir, sovqotib qolasan. Dilshodning o'zi kelmadimi, dedi. U ulgurmayapti. Men tezda berib qaytaman, dedim. Ayol menga diqqat bilan qaradi. Men uning nigohidan o'zimni noqulay his qildim. Go'yo u meni birinchi marta ko'rmayotgandek. Go'yo u mening yuzimni yodlagandek. U meni hovliga taklif qildi. Hovli katta, lekin negadir havosi og'ir edi. Hamma narsa toza, tartibli. Lekin shu tartib ham odamni siqardi. Devorlar baland, derazalar kichkina. Uyning oldida eski velosiped turardi. Velosipedning gildiragi yirtiq, lekin u yerda shunchaki tashlab qo'yilmagan, xuddi kimdir ataylab shunday qo'yib qo'ygandek. Ayol meni uyga kiritdi. Ichkarida juda iliq. Choynak qaynab turgan. Go'yo men kelishimni oldindan bilgan. Men o'tirganimda u darrov choy quyib berdi. Non, murabbo, qaymoq. Men rahmat, vaqtim yo'q deyishim kerak edi. Lekin u shunday qaradiki, yo'q deyolmadim. Bir piyola choy ich, bolam. Yo'l charchatadi, dedi. Men bolangiz emasman demoqchi bo'ldim, lekin tilim bormadi. Odam o'zini shunaqa vaziyatda ahmoqdek his qilar ekan. Men choydan bir hopladim. Choyning hidi galati edi. Achchiq o'tga o'xshardi. Shunda ham qishloq choyi shunaqa bo'ladi deb o'zimni tinchlantirdim. Ayol qarshimda o'tirib savol bera boshladi. Isming nima deding? Jamshid. Yoshing nechada? 25. U sekin bosh irgadi. Go'yo ichida bir daftar bor, u yerda yozuvlarni tekshirayotgandek. Otang kim, deb so'radi u. Men kulib yuboray dedim. Bu savol juda shaxsiy edi.
Lekin ayolning ko'zlarida shunchalik jiddiylik bor ediki, kulolmadim. Otam yo'q. Men kichkina paytimda vafot etgan, dedim. Ayolning qo'li bir zum titradi. Choynakni stolga qo'yganida likopchada choy tomchisi tokildi. U ko'zini mendan uzmadi. Onangchi, dedi u. Onam. Men onamni ham bilmayman. Men bolalar uyida katta bo'lganman. Bu gapni aytganimda ichimda eski yaralar qimir etdi. Men bunday narsalarni begona odamlarga aytmayman. Lekin o'sha paytda negadir aytib yubordim. Go'yo tilim meniki emas edi. Ayolning yuzida bir narsa yondi. Quvonchga o'xshardi, lekin quvonch emas edi. U sekin turib ketdi. Demak, taqdir, dedi u pichirlab. Men nima deb so'radim. U javob bermadi. Oshxonaga kirib ketdi. Men atrofga qaradim. Devorda rasmlar osilgan. Oilaviy rasm. Ota, ona, kichkina bola. Men rasmga yaqinroq qaradim va yuragim to'xtab qolganday bo'ldi. Bolaning yuzi meniki edi. Yo'q, aynan meniki emas, lekin juda o'xshardi. Xuddi mening bolalikdagi suratlarimga o'xshardi. Men o'sha paytimda ko'p o'zimni ko'rmaganman, lekin bolalar uyida bitta eski surat bor edi. Men kichkina edim, sochim taralgan, ko'zlarim kattaroq. Shu rasmda ham xuddi shunday ko'zlar bor edi. Men o'rnimdan turib rasmga tikilib qoldim. Orqamdan ayolning ovozi keldi. Yoqqanmi, dedi u. Men cho'chib ketdim. Bu kim, deb so'radim. Ayol rasmga qaradi. Uning ko'zlari yumshadi. Bu bizning o'g'limiz, dedi u. Qayerda u hozir? Ayol bir zum jim qoldi. Keyin og'zining cheti qimirlab juda past ovozda dedi. Yo'q, yo'q, so'zi xuddi uy ichida yashin bo'lib chaqnaganday bo'ldi. Men yuragimni ushlab orqaga chekindi. Men ketaman, dedim. Kechirasiz, men adashganman. Dilshod keladi, ayol yo'limni to'sdi. Ketma, dedi u muloyim. Sen kelgansan. O'tir. Men hozir. U yana oshxonaga kirib ketdi. Men eshik tomon qaradim. Darvozaga chiqish uchun yana hovlidan o'tish kerak. Hovli eshigi esa ichkaridan yopilgandek ko'rindi. Men telefonimni qidirdim. Cho'ntagim bo'sh. Men avval cho'ntagimga solgan edim. Qachon yo'qoldi? Mashinada bormi? Yo'q, men mashinadan tushganimda telefonim qo'limda edi. Ichimga sovuq kirib ketdi. Men oshxonadan kelayotgan tovushlarni eshitdim. Ayol nimanidir aralashtirardi. Keyin u bir piyola ko'tarib keldi. Bu otli choy. Ich, bolam. Senga foydasi bor, dedi. Men piyolaga qaradim. Hidi yanada achchiq, ko'ngil aynitadigan edi. Men ichmayman, dedim. Ayolning ko'zlari qattiqlashdi. Ich, dedi u bu safar buyruq ohangida. Men yo'q demoqchi bo'ldim. Lekin u piyolani shunday yaqin keltirdiki, ichmasam, u meni majburlashi aniq edi. Men bir hopladim. Og'zimda achchiq ta'm tarqaldi. Tomogim qizib ketdi. Mana, dedi u. Endi tinchlanasan, men o'tirib qoldim. Ko'zlarim o'girlashdi. Yo'q, bu faqat charchoq, deb o'zimni aldadim. Lekin ko'zim oldi suzib, xonadagi narsalar aylana boshladi. Ayolning ovozi uzoqlashib eshitildi. Dilshod. Yaxshi yigit. U hamma narsani to'g'ri qildi. Endi sen biz bilan bo'lasan. Men o'rnimdan turmoqchi bo'ldim, lekin oyoqlarim bo'shashib ketdi. Stol chetini ushladim. Qo'lim titradi. Dilshod nima qildi, deb so'radim. Ayol jilmaydi. U seni topib berdi, dedi. Shu payt eshik qattiq taqilladi. Ayol darrov hushyor tortdi. U menga qarab barmog'ini labiga qo'ydi. Jim, eshik yana taqilladi. Bu safar kuchliroq. Keyin erkakning ovozi eshitildi. Opa, oching. Men keldim. Ayolning yuzi o'zgardi.
U bir zum ikkilanib, keyin menga shunday qaradiki, men o'sha qarashdan keyin hech qachon o'zimni xavfsiz his qila olmayman, deb o'yladim. U menga yaqinlashib juda tez pichirladi. Agar u seni ko'rsa, hammasi buziladi. Kim u, dedim men zo'rga. Ayol javob bermadi. U eshik tomon ketdi. Mening ko'zim og'irlashib, bosimim tushib ketayotgandek bo'ldi. Men stolga boshimni qo'ydim. So'nggi eshitganim ayolning eshikni ochayotgani va erkakning ovozi bo'ldi. Qani u? Qani u, dedi erkak sabrsiz. Ayol tinch ovozda javob berdi. U hali tayyor emas, keyin hammasi qorong'i bo'lib ketdi. Mana hozir men shu qorong'ida, qo'llarim bog'langan, o'sha o'g'lim degan so'z qulog'imda jaranglab, ko'zim bilan eshikni kuzatyapman. Erkakning qadam tovushi yaqinlashdi. U xonaga kirgani aniq edi. Men qo'rqib ketdim. Ammo qo'rquv ichida yana bir his bor edi. Gazab. Meni topib bergan Dilshod haqida o'ylaganimda, yuragimni nimadir ezib, ichimda qaynab chiqardi. Eshik to'liq ochildi. Bu safar ayol yolg'iz emas edi. Orqasida bo'yi baland, yelkalari keng, soqoli siyrak bir erkak turardi. Uning ko'zlari menga tikildi. U meni ko'rgan zahoti lablari qimirlab sekin kuldi. Ha, dedi u. Nihoyat men titrab ketdim. Men kimman, deb so'radim. Erkak menga yaqinlashdi. U qo'lini cho'zib mening yuzimni ushlab ko'rdi. Xuddi jonli emas, buyum tekshirayotgandek. Sen, dedi u sekin. Sen bizning muammomizsan. Ayol esa yonimda turib, ko'z yoshsiz yig'layotgandek ko'rindi. Bolam qaytdi, dedi u pichirlab. Men nafasimni rostlab, so'nggi kuchim bilan dedim. Men sizlarni tanimayman. Men bu yerga faqat mehmon bo'lib kelganman. Erkakning kulgisi to'xtadi. U cho'ntagidan buklangan qog'oz chiqardi. Qog'ozni ochib, oy nuriga tutdi. Men ko'rdim. Bu mening tugilganlik haqidagi hujjatimga o'xshardi. Lekin unda mening ismim Jamshid emas edi. Unda boshqa ism yozilgan edi. Erkak qog'ozni menga yaqinlashtirib, past ovozda shunday dedi. Bugun sen o'zingni eslaysan. Va ertaga. Sen bu uydan chiqolmaysan. Shu payt uy ichining boshqa tomonidan juda past, juda tanish bir ovoz eshitildi. Jamshid aka. Qoching. Ular sizni tirik qo'ymaydi. Men boshimni o'sha tomonga burdim. Qorong'ida bir qizning ko'zlari chaqnadi. Va men u qizni qayerdandir tanirdim. Zinapoyadan pastga tushayotganimizda, kursi oyoqlari har bir pogonada qarsillab, uy ichidagi jimlikni yirtib tashlardi. Sim bilaklarimni qontalash qilib kesardi, lekin og'riqni unutib qo'ygandim. Mening boshimda faqat bitta narsa aylanardi. Pastda kim bor? Va nima uchun u kuladi? Erkak meni sudrab, tor yo'lakdan pastga olib tushdi. Devorlar nam, qo'lim tekkanda sovuq shilimshiq sezilardi. Pastdan chirigan yer hidi, eski temir hidi urib kelardi. Bir joyda chiroq miltillab turardi, xira sariq nur hammasini kasalxonadek sovuq qilib ko'rsatardi. Munisa orqadan shoshilib tushayotganini eshitdim. Akmal aka, iltimos, dedi u ovozi titrab. Uni tushirmang. U hali bilmaydi. Erkakning ovozi past, lekin zaharli chiqdi. Shuni bilmay yurgani uchun ham tushyapti Akmal. Demak, uning ismi Akmal ekan. Shu ismni eshitish bilan hammasi yanada real bo'lib ketdi. Men buni tushunib, ichimda bir narsa cho'kdi. Bu endi tush emas, bu film emas. Bu men. Pastga yetganimizda temir eshik ko'rindi. Akmal eshik yonidagi kichkina tugmani bosdi. Chiq degandek ziyid ovoz eshitildi va qulf ochildi. Eshik ochilganda ichkaridan o'sha galati kulgi yana eshitildi. Men titrab ketdim. Lekin bu kulgi jonli emasdi. Bu kulgi xuddi eski kassetadan chiqqandek bir xil ohangda takrorlanardi. Bolalarning kulgisi. Xira, charchagan, qayta-qayta aylantirilgan kulgi. Akmal menga qarab qisqa dedi. Ko'rdingmi? Pastda hech qanday jin yo'q. Faqat eslatma bor, eslatma.
U meni ichkariga sudradi. Xona katta emas, lekin tartibli. Juda tartibli. Bir tarafda temir krovat ustida oq choyshab. Boshqa tarafda stolda papkalar, fayllar, bir nechta eski suratlar. Devorda soat yo'q, lekin hamma narsa vaqt bilan o'lchangandek. Xonaning burchagida, tokchada kichkina magnitofon turardi. Ana o'sha bolalar kulgisi shundan chiqayotgan ekan. Munisa magnitofonga tikilib tishlarini siqdi. Shuni ham qo'yib qo'ygansizlar, dedi u nafrat bilan. Akmal parvo qilmaganda yelka qisdi. Odam xotirasini uyg'otish kerak. Xotira o'zi kelmaydi, ayol ham pastga tushib kelganini endi sezdim. U zinapoyada bir zum turib qoldi. Qadam tashlashga qo'rqayotgandek. Ko'zlari menga tushdi, keyin yerga. U pichirladi. Bolam, men birdan baqirib yubordim. Men sizning bolangiz emasman. Meni qo'yib yuboringlar. Akmal kursini bir harakat bilan krovat yoniga olib borib qo'ydi. Keyin simni yechmadi. Aksincha, bilaklarimni yana mustahkamroq qilib bog'ladi. Kursining orqa tomoniga ham bir bo'g'ich tashladi. Xuddi men qochib ketmasligim aniq bo'lishi kerak edi. U stolga borib papkalardan birini oldi. Papka qalin. Sariq rang, chetlarida qol izi, eski muhrga o'xshagan qizil dog. Akmal papkani ochdi. Men ko'zimni tikib ichidagi qog'ozlarni ko'rdim. Suratlar, hujjatlar, qandaydir cheklar. Va eng ustida meniki bo'lgan surat. Men. Lekin bu surat men hozirgi Jamshid emas. Bu suratda men boshqacha ko'rinaman. Sochim boshqacha taralgan, kiyimim ham boshqa. Surat ostida ism yozilgan edi. Men to'liq ko'ra olmadim, chunki Akmal barmog'i bilan yopib turardi. Munisa birdan bir qadam oldinga tashladi. Ko'rsatmay qo'ying, dedi u Akmalga. Siz uni sindirasiz. Akmal unga ko'zlarini olaytirdi. Shunaqa sindirish kerak. Sindirmasang, qayta yasolmaysan. U papkadan bir qog'ozni ajratib oldi. Bu tugilganlik haqidagi guvohnomaga o'xshardi. Men yuqorida ham shunga o'xshashini ko'rgan edim. Akmal qog'ozni menga yaqin tutdi. Qara, dedi u. Ko'zing bilan qara. Men o'qishga urinib ko'rdim. Ko'zlarim xira. Choydagi o'sha otli narsa hanuz boshimni aylantirardi. Lekin ba'zi so'zlar ko'rindi. Tugilgan sana. Tugilgan joy. Va ism. Ismning birinchi harfini ko'rdim. Keyin ikkinchi. Ko'zim qotib qoldi. Munisa shivirladi. Yo'q. Yo'q. Akmal esa ovozini past qilib men eshitadigan darajada dedi. Sen o'zingni Jamshid deb yurgansan. Lekin seni Jamshid qilishgan. Sen aslida u gapini ataylab tugatmadi. Meni qiynab, ichimni kuydirib. Sen aslida kimman, dedim men tishlarimni qisib. Akmal qog'ozni sekin pastga tushirdi. Men ko'zimni qog'ozdan uzolmadim. Ismning katta qismini ko'rishga ulgurib qoldim. U yerda men bilgan ism emasdi. Va eng dahshatlisi shuki, familiya. Munisaning familiyasiga o'xshardi. Men nafasimni ichimga yutib yubordim. Munisa, dedim men. Bu nima degani? Munisa ko'zlarimga tikildi. Ko'zlari yoshga to'la, lekin u yig'lamasdi. U ko'proq chidardi. Men sizga aytmoqchi edim, dedi u zorga. Lekin ulardan qo'rqdim. Men ham siz kabi bir paytlar hech narsa bilmasdim. Ayol birdan o'zini tutolmay, stul yoniga chokib qoldi. U qo'llarini yuziga yopdi. Men faqat, dedi u. Men faqat o'g'limni qaytarishni xohlagandim. Akmal darrov unga qichqirdi. Jim bo'l. Ayol seskanib jim bo'lib qoldi. Men esa hozir hamma narsa ichimda urush bo'lib ketganini his qildim. Mening o'zim haqimdagi butun hayotim, bolalar uyi, Dilshod, Jamshid ismim. Hammasi bir xil qog'oz bo'lagidek yirtilib ketayotgandi. Men Akmalga qarab baqirdim. Senlar meni kim qilib qo'ymoqchisanlar? Nima uchun? Akmal stolga suyanib turdi.
U men bilan gaplashayotganda ham og'zini xotirjam tutardi, xuddi bu oddiy ishdek. Bu uy, dedi u, sening tugilgan uying. O'zing bilmasang ham. Bu ayol sening onang bo'lishi kerak edi. Lekin u bir lahza jim qoldi. Munisaga qaradi. So'ng davom etdi. Lekin kimdir seni olib ketgan. Kimdir seni yo'q qilib yuborgan. Biz esa seni qaytarib topdik. Kim olib ketgan, dedim men. Akmal kulimsiradi. Shu savolni Dilshodga berasan. U keladi, Dilshod. Bu ismni eshitishim bilan yuragim yana sanchib ketdi. Munisa shosha-pisha gapirdi. Jamshid aka, bu ularning tuzog'i. Ular sizni hujjat bilan bo'glab qo'yishadi. Keyin sizni bu yerda qoldirishadi. Sizni majbur qilishadi. Majbur qilishadi nimaga, dedim men. Munisa bir zum jim qoldi. Go'yo bu gapni aytsa, o'zi ham yana qayta jarohat oladigandek. Ularning o'g'li bor edi, dedi u past ovozda. U yo'q qolgan. Olgan deb aytishadi. Lekin ular buni tan olmaydi. Ular sizni o'sha ogil o'rniga qo'yib, hamma narsani qayta boshlamoqchi. Uyning hujjatlari, meros, qarzlar. Hammasi sizning bo'yningizga tushadi. Siz esa chiqib ketolmaysiz, Akmal qahqaha otib kuldi. Qiz, juda ko'p bilasan. Shuning uchun ham sen pastdasan, Munisa ko'zini Akmalga tikib dadil dedi. Men bilganimni tashqariga aytaman, Akmal kulgisini to'xtatdi. Uning ko'zida sovuqlik paydo bo'ldi. Sen tashqariga chiqmaysan, dedi u. Men ichimdan qaltirab ketdim. Demak, Munisa haqiqatan ham bu yerda asir. Akmal stol tortmasini ochdi. Ichidan kichkina quticha oldi. Qutichani ochib, ichidan shpritsga o'xshash narsa chiqardi. Men ko'zimni katta ochdim. Bu nima, dedim. Akmal xotirjam. Oddiy dori. Tinchlanasan. Gaplashamiz. Yo'q, deb baqirdim men. Menga tegma, u yaqinlashdi. Men kursini itarishga urinib ko'rdim, lekin orqam bo'glangan. Munisa birdan oldinga otildi. Akmal aka, dedi u. Meni uring, meni bo'glang, lekin uni qilmay qo'ying. U hali o'ziga kelmagan. Akmal Munisani bir qo'li bilan chetga surdi. Sen o'zingni qutqaraman deb o'ylama, dedi u. Shu payt tepada eshik taqilladi. Uzoqdan, xuddi uy tepasidan. Keyin qadam tovushi, shoshib tushayotgan odamning ovozi eshitildi. Assalomu alaykum, dedi tanish ovoz. Dilshodning ovozi. Men yuragimni ushlab qoldim. Qonim boshimga urildi. Munisa ham seskanib zinapoyaga qaradi. Akmal shpritsni stolga qo'ydi, qo'llarini artdi va ovozini odatdagiday qildi. Kel, dedi u yuqoriga qarab. Pastga tush. Ayol bir zum joyida qotib qoldi. Keyin u o'zini yig'ishtirib zinapoyaga yugurib chiqib ketdi. Go'yo u Dilshodga boshqacha ko'rinishda chiqishi kerakdek. Men esa Dilshod tushayotganini eshitdim. Har bir qadamida ichimda nimadir sinardi. Dilshod eshikdan kirib kelganida u bir zum menga tikilib qoldi. Uning yuzi oqarib ketgan. Ko'zlari menga qaraydi, keyin Akmalga, keyin yana menga. U lablarini qimirlatdi, lekin darrov gapira olmadi. Jamshid, dedi u past ovozda. Sen bu yerdamisan? Men shunday baqirdimki, ovozim pastdagi beton devorlarga urilib yana qaytdi. Sen meni sotdingmi? Dilshod seskanib ketdi. Yo'q, bro, yo'q, dedi u shoshilib. Men bilmadim. Men o'ylagandim shunchaki hujjatni berasan, qaytasan. Akmal yon tomonda turib sokin ovozda dedi. U biladi. U hammasini biladi. Dilshod Akmalga qarab jahli chiqayotgandek bo'ldi. Akmal aka, kelishuv boshqacha edi, dedi u. Men faqat manzil berdim. Akmal uning gapini bo'ldi. Kelishuv shunaqa. Sen pul olgansan. Endi ishni tugatasan. Dilshodning qo'llari titradi. Men pulni qarzim uchun oldim, dedi u. Ular meni siqib qo'yishdi. Men boshqa yo'l ko'rmadim. Men Dilshodning ko'ziga tikildim.
U kozini olib qochdi. Ana shu lahzada men hamma narsani tushundim. U haqiqatan ham sotgan. Balki u ham o'zini oqlayotgandir, lekin natija bir xil edi. Sen meni do'st deb yurgansan, dedim men tishlarimni qisib. Bolalar uyida birga o'sganmiz, Dilshodning ko'ziga yosh keldi. U bir qadam menga yaqinlashdi. Jamshid, men seni oldirmoqchi emasman, dedi u past ovozda. Men seni qaytarib olaman. Hozir bu yerda. Gaplashamiz. Men chiqib ketamiz deb o'ylagandim, Munisa birdan qattiq dedi. Unga ishonmang. U sizni yana beradi. U qo'rqadi. Dilshod Munisaga qaradi va bir zumda ko'zlarida gazab chaqnadi. Sen jim tur, dedi u. Sen kim o'zing? Munisa kulimsiradi, ammo bu kulgi achchiq edi. Men ham sening do'sting bo'lishim mumkin edi, dedi u. Lekin sen pulni tanlading. Akmal stolga borib papkani oldi. Uni Dilshod oldiga qo'ydi. Endi, dedi Akmal, unga ayt. Dilshod papkani ko'rib yutindi. U menga qaradi. Jamshid, dedi u. Sening haqiqiy isming? Men yuragimni ichimga yutib kutdim. Ana shu daqiqa meni ichkaridan yirtayotgan edi. Men hamma narsani bilishni xohlardim, lekin bilishdan ham qo'rqardim. Dilshod gapini aytmoqchi bo'ldi, lekin Akmal birdan uning yelkasiga qo'l qo'ydi va pichirladi. Toliq aytma. Hali vaqt emas. Dilshod labini tishlab boshini qimirlatdi. Keyin menga qarab zo'rga dedi. U hujjatda yozilgan ism. Seniki. Sen bu uyga tegishlisan. Shuning uchun seni topishdi. Ismni ayt, deb baqirdim men. Meni qiynama, Munisa ham baqirdi. Aytingiz. U bilsin. U bilmasa siz uni sindirasiz. Akmal ko'zlarini toraytirib papkadan bir qog'ozni oldi. Qog'ozning pastki burchagida ko'k ruchka bilan yozilgan ism bor edi. U qog'ozni menga yaqinlashtirdi, lekin aynan ism turgan joyini barmog'i bilan yopib turdi. Sen o'zing eslaysan, dedi u. Biz aytsak, bu seniki bo'lmay qoladi. Shu payt magnitofondagi bolalar kulgisi birdan to'xtadi. Xonada bir zum og'ir jimlik bo'ldi. Keyin magnitofondan boshqa ovoz chiqdi. Bu ovoz meniki edi. Kichkina bolakayning ovozi. Onajon. Men qo'rqyapman, men muzlab qoldim. Dilshod ham, Munisa ham qotib qoldi. Ayol esa zina poya yonida turgan joyida qo'llarini og'ziga yopdi. Magnitofondagi bola ovozi davom etdi. Onajon, meni olib ketishyapti, men qulog'imga ishonmadim. Bu qanday bo'lishi mumkin? Bu yozuv qayerdan chiqqan? Akmal magnitofon tomon yurib ovozni balandroq qildi. Bola ovozi yiglab gapirardi, xuddi hayotimning yo'qolgan bir bolaga qaytib kelgandek. Onajon. Men qaytaman, ayol o'zini tutolmay yiglab yubordi. Bu safar ko'z yosh bilan. U yerga chokib boshini silkidi. Bu, dedi u. Men tomog'im qotib qoldi. Bu nima, deb zo'rga chiqardim. Akmal menga qarab past ovozda dedi. Bu sen. Seni olib ketishgan kechada yozib olingan. Munisa tishlarini siqdi. Yolg'on, dedi u. Bu shunchaki qo'rqitish. Bu montaj. Akmal jilmaydi. Montaj bo'lsa ham, dedi u, inson miyasi farqini bilmaydi. Men ko'zimni yumdim. Boshim og'riy boshladi. Yuragim tez ura boshladi. Men o'zimni yo'qotib qo'yayotgandek edim. Shu payt Munisa birdan menga yaqinlashdi. Akmal va Dilshod magnitofonga qadalib turgan edi. Munisa qo'llarini tez harakatlantirib, mening bilagimdagi simning bir joyini chimchilab ko'rdi. Jim, dedi u shivirlab. Men sizni bo'shataman. Qanday, dedim men ham shivirlab. Munisa ko'zlarini yon tomonga olib sekin dedi. Stolning ostida kichkina pichoq bor. Men uni oldin yashirib qo'ygandim. Lekin men ololmayman. Siz qo'lingizni qimirlatib, kursini biroz yaqinlashtiring. Men kursini qimirlatishga urinib ko'rdim. Kursi gichirladi. Akmal darrov menga qaradi.
Nima qilyapsan, dedi u. Qo'lim og'riyapti, dedim men zo'rga. Sim kesyapti, Akmal ko'zini qisib qaradi, keyin yelka qisdi. Chidashni o'rgan. Sen endi bolasan, u yana magnitofonga qaytdi. Men esa kursini sekin stolga yaqinlashtirdim. Qo'lim bog'langan bo'lsa ham, barmoqlarim bilan stol ostini paypasladim. Haqiqatan ham sovuq temir narsa turardi. Pichoq emas, kichkina pichoqcha. Men uni barmog'im bilan ilib olishga harakat qildim. Bir-ikki urinishda pichoqcha qo'limdan sirgalib tushdi. Yuragim to'xtab qolay dedi. Lekin Munisa tezda oyog'i bilan uni turtib yana yaqinlashtirdi. Tez, dedi u. Men nihoyat uni ushladim. Barmoqlarim titrardi. Men simni kesishga urindim. Temir sim qattiq. Pichoqcha esa kichkina. Lekin asta-asta simning bir tolasini uzdim. Keyin ikkinchisini. Shu payt Dilshod birdan menga qaradi. Uning ko'zi pichoqchani ko'rib qolgan edi. U qotib qoldi. Bir lahza biz ko'z urishtirdik. Men uning ko'zida ikkita narsa ko'rdim. Qo'rquv va afsus. Dilshod og'zini ochdi, go'yo biror narsa demoqchi. Lekin u hech narsa demadi. Faqat Akmalga qaradi. Akmal ham Dilshodning qarashidan nimadir sezdi. U menga qaradi. Qo'lingda nima, dedi u. Men darrov pichoqchani bilagim ostiga yashirishga urindim, lekin kech edi. Akmal bir zumda yonimga kelib bilagimni ushlab oldi. Og'riqdan ko'zlarimga yosh keldi. U pichoqchani ko'rdi. Akmalning yuzi birdan qop-qora bo'lib ketdi. Munisa baqirib yubordi. Qoching, Akmal Munisaga turtib yubordi. Munisa devorga urilib yiqildi. Men esa oxirgi kuchim bilan simni yirtib bilagimni bo'shatdim. Bir qo'lim bo'shadi. Akmal menga musht tushirdi. Ko'zimdan uchqun chiqdi. Lekin men yiqilmadim. Men kursini agdarib Akmalning oyog'iga urdim. Akmal qoqilib ketdi. Dilshod esa bir joyda qotib turardi. U nima qilishni bilmasdi. Yordam ber, deb baqirdim men unga. Agar do'st bo'lsang, hozir yordam ber, Dilshod bir qadam oldinga tashladi. Ko'zlari Akmal bilan men o'rtasida yugurardi. Akmal unga baqirdi. Orqaga, Dilshod titrab Akmalga qarab dedi. Akmal aka. Bu shart emas edi. Men buni xohlamadim. Akmal shunday qichqirdiki, xonadagi hamma narsa larzaga keldi. Sen pulni olding. Endi og'zingni yop, u cho'ntagidan kalitni chiqardi va temir eshik tomonga yugurdi. Go'yo u meni bu yerda qamab qo'ymoqchi. Munisa yerda yotgan joyidan turib menga qarab baqirdi. Zinapoya. Zinapoyadan chiq. Darvoza ichkaridan qulflangan, lekin oshxona derazasi bor. Men shoshib zinapoyaga yugurdim. Orqamdan Akmalning qadam tovushi, ayolning yigisi, magnitofondagi bola ovozi aralashib ketdi. Hammasi bir-biriga qo'shilib boshimni portlatayotgandek. Zinapoyaga chiqqanimda yuqorida yorug'lik ko'rindi. Men hovlidan chiqishim kerak. Hozir. Darhol. Lekin zinapoyaning o'rtasida kimdir yo'limni to'sdi. Ayol. U yuqorida turib qo'llarini yoygan. Ketma, dedi u iglab. Iltimos, ketma. Sen qaytding. Men seni yana yo'qotolmayman. Men qattiq nafas olib uning ko'ziga qaradim. Men sizni tushunmayman, dedim. Lekin men bu yerda olaman. Meni qo'ying, ayol boshini chayqadi. Akmal seni oldirmaydi, dedi u. U faqat seni saqlaydi. Saqlash bu emas, dedim men tishlarimni qisib. Bu qamoq. Orqamdan Akmalning ovozi eshitildi. Uni ushla, men ayolni chetga surib yubordim. Ayol yiqilmadi, lekin devorga suyandi. Men zinapoyadan yugurib chiqib koridorga otilib chiqdim. Uy ichida hamma narsa endi boshqacha ko'rinardi. Kunduzgi tartibli uy endi menga tuzoqdek. Men oshxona tomon yugurdim. Deraza. Munisa aytganday deraza.
Oshxonaga kirganimda stol ustida mening telefonimning qutisi, yana papkalar, choynak. Hammasi o'sha joyda edi. Men derazaga yopishdim. Deraza qopqog'i ichkaridan qo'shimcha temir bilan berkitilgan ekan. Yo'q deb shivirlab yubordim. Orqamdan qadam tovushi yaqinlashardi. Akmal. Men atrofga qaradim. Stol ustida pichoq, non kesadigan pichoq bor edi. Men uni oldim va derazaning temir bo'g'ichiga ura boshladim. Temir jarangladi. Uruvdan qo'lim uvushdi. Akmal oshxona eshigida ko'rindi. Bas qil, dedi u, go'yo bu ham oddiy gapdek. Sen chiqolmaysan, men pichoqni mahkam ushlab ortga chekindim. Yaqinlashma, dedim. Akmal bir qadam tashladi. Sen meni urib qochaman deb o'ylayapsanmi, dedi u. Sen tashqariga chiqsang ham sening isming yo'q. Sen hujjatda tirik emassan, men muzlab qoldim. Nima deding, dedim men. Akmal jilmaydi. Sen hujjatlarda yo'q odam. Shuning uchun seni topish oson bo'ldi. Shuning uchun seni qaytarish ham oson. Sen qochsang ham hech kim seni qidirmaydi. Bu gaplar ichimni muzlatib yubordi. Men bir lahza to'xtab qoldim. Aynan shu lahza Akmalga kerak edi. U bir harakat bilan menga tashlandi. Men pichoqni ko'tardim, lekin u bilagimni ushlab pichoqni yerga tushirdi. Pichoq jaranglab polga tushdi. Akmal qo'limni qayirib meni devorga tiradi. Endi bo'ldi, dedi u qulog'imga. Sen baribir qaytasan. Shu payt orqadan Dilshodning ovozi eshitildi. To'xta, Akmal bir zum to'xtadi. Men ham to'xtadim. Dilshod oshxona eshigida turardi. Uning qo'lida kalitlar bog'lamasi bor edi. U titrab, lekin dadil gapirdi. Akmal aka, men buni xohlamadim. Men pulni qaytaraman. Uni qo'yib yuboring, Akmal kuldi. Sen endi qahramon bo'lasanmi, dedi u. Dilshodning ko'ziga yosh keldi. Men do'stimni sotdim, dedi u. Lekin men uni o'ldirishga qo'ymayman. Men Dilshodga qarab ishonmasdim. U haqiqatan ham yordam beryaptimi yoki yana bir o'yinmi? Akmal Dilshodga tikildi. Kalitni ber, dedi u. Dilshod boshini chayqadi. Yo'q, Akmalning ko'zlari yondi. U meni qo'yib yubormasdan Dilshodga bir qadam yaqinlashdi. Shu payt tashqaridan mashina signaliga o'xshagan qisqa tovush eshitildi. Keyin darvoza tomondan kimdir baqirdi. Assalomu alaykum. Uy egasi bormi? Bu begona ovoz edi. Tanish emas. Akmal seskanib ketdi. Dilshod ham. Men ham. Akmal pichirladi. Kim bu? Dilshodning ko'zlari kattalashdi. Men hech kimni chaqirmadim, dedi u. Akmal meni itarib yubordi. Men devorga urilib polga yiqildim. Akmal yugurib koridorga chiqib ketdi. Ayolning ovozi eshitildi. Kim kelib qoldi? Men pol ustida yotib deraza tomonga qaradim. Tashqarida kimdir bor edi. Agar bu odam yordam bo'lsa, men qutulishim mumkin. Munisa pastdan baqirdi. Ovoz juda xira, lekin eshitildi. Jamshid aka. U odamga ishonmang. U ham ularning odami bo'lishi mumkin. Men titrab ketdim. Tashqaridagi ovoz yana takrorlandi. Darvozani oching. Men hujjatlar bo'yicha keldim, hujjatlar bo'yicha. Men ko'zimni yumdim. Akmal aytgan gap qulog'imda jarangladi. Sen hujjatlarda tirik emassan. Agar tashqaridagi odam hujjatlar bilan kelgan bo'lsa, demak u mening haqiqiy ismimni ham biladi. Men zo'rga o'rnimdan turdim. Oshxona pichog'ini polga qarab qidirib, yana qo'limga oldim. Dilshod menga qarab shivirladi. Jamshid, hozir imkon. Qoch, men uning ko'ziga qaradim. Sen kimni chaqirding deb so'radim. Dilshod yutindi. Men, dedi u zo'rga. Men faqat bitta odamga yozdim. Chunki qo'rqdim. U keladi deb o'ylamagandim. Kim, dedim men. Dilshod labini tishlab aytib yubordi.
Bolalar uyi arxivida ishlaydigan odam. U sening papkangni topgan. U sening haqiqiy ismingni biladi. Shu payt darvoza tomondan Temirning qarsillagan ovozi keldi. Go'yo kimdir darvozani ochishga urinayotgandek. Akmalning ovozi baqirdi. Kim bo'lasan o'zing? Tashqaridagi odam sovuqqina javob berdi. Men hujjat bilan keldim. Bu uyda yashirincha ushlab turilgan shaxs borligi haqida ma'lumot bor. Ochmasangiz, men ichkariga baribir kiraman. Men yuragimni ushlab qoldim. Bu odam yordammi yoki yana bir tuzoqmi, bilmasdim. Lekin keyingi soniyada hammasi o'zgardi. Tepadan zinapoya tomondan ayolning qichqirigi eshitildi. Akmal, pastga tush. U yerda u gapini tugatolmadi. Pastdan temir eshikning qattiq urilgan ovozi keldi. Xuddi kimdir pastdagi eshikni ichkaridan tepib ochayotgandek. Munisaning ovozi ham qaltirab chiqdi. U uygondi, men muzlab qoldim. Kim uygondi? Pastda yana kim bor edi? Va nega Munisa bundan ham ko'proq qo'rqyapti? Men pastdan temir eshik urilayotganini eshitganimda tanamdan issiq o'tib ketdi. Avvaliga Munisa shunchaki qo'rqityapti deb o'yladim. Lekin keyingi zarba shunaqa kuchli bo'ldiki, oshxonadagi choynak ham qaltirab, qopqogi jiringlab ketdi. Dilshod qo'lidagi kalitlarni mahkam siqib turardi. Uning lablari oqarib ketgan. Kim uygondi, dedim men pichirlab. Dilshod kozini olib qochdi. Men aniq bilmayman, dedi u. Akmal aka aytgandi. Pastda bir odam bor deb. Men o'ylagandim. Bu shunchaki qo'rqitish. Pastdan yana bir ovoz eshitildi. Bu safar eshik tepish emas edi. Bu odamning baqirigi edi. Bogi qo'pol, lekin ichida alam bor baqiriq. Ona, ayolning qichqirigi tepada zinapoya tomondan yana eshitildi. Akmal, iltimos. U chiqmasin. Akmalning qadam tovushi koridorda gursillab yugurib ketayotganini eshitdim. U oshxonadan chiqib ketgan edi. Demak, u hozir pastga tushyapti. Men esa pichoqni mahkam ushlab turib bir qadam orqaga chekdim. Mening boshimda bitta fikr. Bu uyda men bilmagan yana bir odam bor. Va u ona deb baqiryapti. Agar ayol meni o'g'lim deb yurgan bo'lsa, pastdagi odam kim bo'ladi? Munisaning u uygondi degan gaplari qulog'imda jaranglardi. Munisa bu odamdan haqiqiy qo'rqyapti. Demak, bu odam shunchaki asir emas. U xavf. Darvoza tomondan tashqaridagi begona ovoz yana eshitildi. Darvozani oching. Men hujjat bilan keldim, Akmal baqirdi. Ket bu yerdan. Hozir, begona odam sovuq ohangda javob berdi. Men ketmayman. Men qaytib kelganman. Bu uy bilan hisobim bor. Bu gapni eshitib ichimda yana bir narsa cho'kdi. Demak, tashqaridagi odam ham bu uyni biladi. Bu tasodif emas. Dilshod menga qaradi. Jamshid, dedi u tez. Hozir ichkarida hammasi chalgiydi. Akmal pastga tushadi. Sen derazani sindir. Qoch. Men derazadagi temir bogichga qaradim. Qo'limdagi oshxona pichog'i bilan buni yechish qiyin. Lekin boshqa yo'l yo'q. Men pichoqni temirga urdim. Jarang. Yana urdim. Jarang. Qo'lim uvishib, bilagimdagi kesilgan joy yana achishdi. Shu payt pastdan temir eshikning qarsillagan ovozi chiqdi. Go'yo qulf sinayotgandek. Keyin bir narsa gurs etib yiqildi. Keyin jimlik. O'sha jimlik eng yomon edi. Chunki baqiriq bo'lsa, bilasan, odam qayerda. Jim bo'lsa, u chiqib kelayotgan bo'ladi. Koridordan Akmalning ovozi eshitildi. U pastga tushib ketgan, lekin u yerdan baqiryapti. To'xta dedim. Keyin pastdan bir kulgi eshitildi. Jonli kulgi. Erkakning kulgisi. Ammo bu kulgi quvonch emas.
Bu kulgi xuddi kimdir ichidagi qafasni sindirib, endi hammani tishlamoqchi bo'lgan hayvonniki edi. Munisa pastdan shunday baqirdi. Jamshid aka. Eshikni berkit. Berkit, men yuragimni ushlab oshxona eshigi tomonga qaradim. Eshik ochiq. Koridorga chiqib ketgan Akmal qaytishi mumkin. Pastdan chiqib kelayotgan odam ham shu yo'lakdan o'tadi. Men pichoqni stolga qo'yib eshikni yopmoqchi bo'ldim. Lekin shu payt koridordan qadam tovushi eshitildi. Tez. Ogir. Dilshod meni yelkamdan tortib qoldi. Yo'q. Bu Akmal emas, dedi u pichirlab. Bu boshqasi, men eshikning oynasidan ko'rdim. Koridordan bir odam kelardi. Sochlari osib ketgan, yuzi oqarib, ko'zlari qizarib ketgan. U oyoqlarini sudrab yurardi. Oyoq bilagida zanjir osilib turardi. Zanjir yerda sudralib, shiqir-shiqir ovoz chiqaryapti. U odam ko'zini tikib oshxonaga qaradi. Va u meni ko'rdi. Men nafas ololmadim. Chunki u menga o'xshardi. Yo'q, u men emas. Lekin yuz chizigi, ko'z, burun. Xuddi meniki. Faqat hammasi yomonlashgan, chang bosgan, ichkaridan yemirilgan. U eshik tagida to'xtab menga tikildi. Sen kimsan, dedi u past ovozda. Men og'zimni ochdim, lekin so'z chiqmadi. U yana bir qadam tashladi. Zanjir shiqirladi. Sen, dedi u va lablari qaltiradi. Sen mening joyimda turibsanmi? Dilshod orqamda qaltirab turardi. Akmal, deb qichqirdi ayol bir yerda. Uni ushla. U chiqib ketdi, o'sha odam esa meni ko'zdan uzmay oshxona ichiga kirdi. Men pichoqni qayta oldim. Yaqinlashma, dedim men. Ovoz chiqarishga zo'rga kuch topdim. U kulimsiradi. Bu kulgi ham yomon edi. Pichoq, dedi u. Men bu yerda pichoqning nimaligini unutganman, u qo'lini ko'rsatdi. Tirnoqlari siniq, barmoqlari qontalash. Ko'ylagi yirtiq. Bo'ynida eski arqon izi bor edi. Men, dedi u va birdan ovozini ko'tardi. Men Ogilman. Ona, ayolning ovozi koridordan eshitildi. U yiglab kelayotgan edi. Bolam. Bolam. Sen chiqib ketdingmi? Ayol oshxona eshigida paydo bo'ldi. U o'sha odamni ko'rishi bilan tiz cho'kib qoldi. Yo'q, dedi u pichirlab. Bu mumkin emas. O'sha odam ayolga qaradi. Ko'zlarida alam bilan birga bir umid ham bor edi. Ona, dedi u. Meni ham eslaysanmi? Yoki meni ham unutdingmi? Ayol og'zini yopib, qattiq yiglab yubordi. Men unutmadim, dedi u. Men hech qachon unutmadim. Men seni qidirdim, o'sha odam menga qaytib qaradi. Unda bu kim? Dedi u barmog'i bilan meni ko'rsatib. Bu kim? Mening yuzimni nega u kiyib olgan? Men titrab ketdim. Men hech kimning yuzini kiyib olganim yo'q, dedim. Men Jamshidman. Men bolalar uyida o'sganman. O'sha odamning ko'zlari kattalashdi. Bolalar uyi, dedi u va kuldi. Ha, albatta. Meni ham bolalar uyga tashlab qo'yishgan. Lekin keyin meni qaytarib olishdi. Lekin qamoqqa solishdi. Ayol titrab unga yaqinlashmoqchi bo'ldi. O'sha odam esa orqaga chekindi. Yaqinlashma, dedi u. Siz ham shu ishning ichidasiz. Siz meni ko'rishni xohlagandek yiglaysiz, lekin meni zanjir bilan bog'lab qo'ygansiz. Ayol boshini chayqadi. Men emas, dedi u. Akmal. Hammasini Akmal qildi. Men faqat seni qaytarishni xohlagandim. Shu payt Akmal koridorda paydo bo'ldi. U nafasini rostlay olmayotgan, ko'zlari gazabga to'la. Orqaga, deb baqirdi u. Orqaga, dedim. O'sha zanjirli odam Akmalga qarab tishlarini gijirlatdi. Sen, dedi u. Sen meni yana pastga qaytarmoqchimisan? Akmal qo'lini cho'ntagiga soldi. Men o'sha shpritsni esladim. U yana shu bilan kelgan. Sen tinchlanasan, dedi Akmal.
Biz gaplashamiz, zanjirli odam qahqaha otib kuldi. Sen doim shunaqa deysan, dedi u. Tinchlanasan. Gaplashamiz. Keyin uyqu. Keyin devor. Keyin zanjir. U birdan ko'zini menga tikdi. Sen ham ularning oyini ekansan, dedi u. Seni men o'rniga olib kelishgan. Yo'q, deb yubordim men. Men bilmayman. Men bu yerga papka olib kelganman xolos. Zanjirli odam boshini silkidi. Papka, dedi u. Hamma narsa papkadan boshlanadi. Hamma narsa hujjat bilan tugaydi. Tashqaridan darvoza urilayotgan ovoz yana eshitildi. Bu safar qattiqroq. Go'yo kimdir temirni bolta bilan urayotgandek. Begona odam baqirdi. Och. Men ichkariga kiryapman. Akmal bir lahza dovdirab qoldi. U ikkita muammo o'rtasida qolgan edi. Pastdan chiqqan zanjirli odam va tashqaridagi hujjatchi. Dilshod esa yonimda turib qo'lidagi kalitlarni ko'tardi. Akmal aka, dedi u ovozi titrab. Bu yetar. Politsiya kelishi mumkin. Qo'yib yuboring. Hamma ketadi. Akmal Dilshodga yovuz qaradi. Sen jim tur, dedi u. Sen bu uyga kirganingni ham bilmay qolgansan. Zanjirli odam birdan harakat qildi. U stol ustidagi choynakni olib Akmal tomonga uloqtirdi. Choynak devorga urilib chinqirib sindi. Issiq suv polga to'kildi. Akmal orqaga sakradi. Shu lahzada zanjirli odam oshxona eshigi tomonga yugurdi. Zanjiri shiqirlab yerga urilardi, lekin u baribir yugurdi. Ayol qichqirdi. Bolam, to'xta. Zanjirli odam ayolni itarib yubormadi. U ayolga bir lahza qarab qoldi. Ko'zlarida bir narsa milt etdi. Keyin u pichirladi. Men endi hech kimning bolasi emasman, va u koridorga otilib chiqdi. Men esa shu lahzada tushundim. Agar u tashqariga chiqsa, darvozani urayotgan odam bilan to'qnashadi. Va bu yerda nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Akmal menga qarab baqirdi. Sen ham qimirlamay tur. Sen qochsang, hammasi buziladi. Men pichoqni mahkam ushlab turardim. Munisa pastdan chiqib kelgan edi. U boshini ko'targan, ko'zlari qizarib. Jamshid aka, dedi u. Bu sizning imkoningiz. Hozir hamma chalgiydi. Qoching. Munisa, senchi, dedim men. Seni tashlab ketamanmi? Munisa achchiq kuldi. Meni qutqarish uchun siz tirik chiqishingiz kerak, dedi u. Siz chiqmasangiz, men baribir yo'qman. U gapni aytganda ichim ezilib ketdi. Men o'zimni qahramon deb bilmasdim. Men faqat tirik qolmoqchi edim. Lekin Munisaning ko'zida shunaqa umid bor ediki, uni sindirish og'ir edi. Tashqarida darvoza qars etib ochilganday ovoz chiqdi. Keyin begona odamning ovozi uy ichida yangradi. Assalomu alaykum, dedi u xotirjam. Men kirdim. Ayol yana qichqirdi. Akmal esa qotib qoldi. U koridor tomonga yugurdi. Men ham pichoq bilan koridorga chiqib, eshik tomonga qaradim. Koridorda o'sha begona odam turardi. U qalin kurtka kiygan, qo'lida papka. Uning ko'zlari sovuq. U polga qarab, zanjir sudralgan izlarni ko'rdi va labining chetida kulgi paydo bo'ldi. Demak, u ham chiqib ketibdi, dedi u ozicha. Akmal uning oldiga borib qattiq dedi. Sen kimsan? Qayerdan kelding bu yerga? Begona odam papkani ko'tardi. Men hujjat bilan keldim, dedi u. Sizlar hujjatni yaxshi ko'rasizlar. Shuning uchun men ham hujjat olib keldim. Akmal uni qo'lidagi papkaga tashlandi, lekin begona odam bir qadam chekinib, cho'ntagidan telefon chiqardi. Bir qo'lingizni ham teksangiz, dedi u, men hozir bir tugmani bosaman. Va bu uyga boshqa odamlar ham keladi. Akmal qotib qoldi. Sen kim bo'lasan o'zi? Dedi u past ovozda. Begona odam Akmalga tikilib xotirjam dedi. Men arxiv emasman. Arxivchi deb sizni aldadim. Men bu ishni yillar davomida kutganman. U ko'zini menga qaratdi. Meni birinchi ko'rganday sekin bosh irgadi. Ha, dedi u. Topdik. Men pichoqni ko'tardim.
Kimsiz, dedim. Nima xohlaysiz, begona odam jilmaydi. Sen ham bilmay yuribsan, dedi u. Jamshid deb yuribsan. Lekin sen Jamshid emassan, mening yuragim yana urib ketdi. Ismimni ayting, dedim men. Ismim nima? Begona odam papkani ochdi. Ichidan bir varaq chiqardi. Varaqning ustida katta harflar bilan ism yozilgan edi. Akmal baqirdi. Yo'q. Uni ko'rsatma. Begona odam Akmalga ham qarab qo'ymadi. U varaqni menga tutdi. Men ko'zimni tikdim. Ismni o'qidim. Va shu lahzada butun tanamdan issiq ketdi, keyin muzlab qoldi. Chunki u ism. Men bolalar uyida tunda ozimcha pichirlab yuradigan, lekin hech kimga aytmaydigan ism edi. Go'yo ichimdagi bir tovush menga shu ismni qayta-qayta eslatardi. Begona odam sekin, aniq qilib aytdi. Sen azizsan, orqamdan zanjir shiqirladi. Men ortga burildim. Koridorning narigi uchida, qorong'ida o'sha zanjirli odam turardi. U ham varaqni ko'rib qolgan edi. U ko'zlarini menga tikib past ovozda dedi. Aziz. Demak, sen aziz ekansan. Unda men kimman? Shu payt uning ortidan yana bir siluet ko'rindi. Munisa emas. Boshqa odam. Va u qo'lida o'sha shpritsni ushlab turardi. U odamning ortidan chiqqan siluet qo'lidagi shpritsni ko'tarib turardi. Yorug'lik juda xira bo'lgani uchun yuzini ko'ra olmadim, lekin qo'lida oppoq qo'lqop bor edi. Shpritsning ignasi oy nuri urilgan joyda yaltirab ketdi. Zanjirli odam buni ko'rishi bilan darrov orqaga tisarildi. Yo'q, dedi u, ovozi qaltirab. Yana emas, uning ko'zlari menga emas, shpritsga tikilgan edi. Demak, u shpritsni yaxshi biladi. U shpritsdan qo'rqadi. U shpritsni ko'rganda xotirasi emas, tanasi ham titraydi. Akmal bir qadam oldinga chiqib, shprits ushlab turgan odamga keskin qaradi. Tez qil, dedi u. U yana boshqaruvdan chiqyapti. Begona odam, o'sha papka bilan kirgan sovuq ko'zli odam esa menga qog'ozni tutib turganicha qimirlamadi. Go'yo bu yerda eng muhim narsa men o'qigan ism Aziz so'zi edi. Sen azizsan, dedi u yana bir marta. Xuddi menga buni mixlab qo'ymoqchidek. Zanjirli odamning yuzi birdan o'zgardi. U menga tikilib qoldi. Ko'zlari qizarib ketgan, ichida nafrat bilan birga galati bir og'riq bor edi. Aziz, dedi u tishlari orasidan. Unda men kimman? Orqadagi shpritsli siluet asta yaqinlashdi. Uning qadami yengil, lekin ishonchli edi. Bu odam bu ishni birinchi marta qilmayotgani aniq. Qimirlamang, dedi u past ovozda. Ovoz ayolnikiga o'xshardi. Juda sovuq, juda xotirjam. Zanjirli odam kulib yubordi. Jonli, achchiq kulgi. Qimirlamang, dedi u. Men qimirlamasam ham, siz baribir menga yaqinlashasiz. Keyin uyqu. Keyin zanjir. U birdan oldinga otilib, oshxona stoliga qo'lini urdi. Stoldagi qog'ozlar uchib ketdi. Ayol qichqirdi. Dilshod shok bo'lib, orqaga chekinib qoldi. Men pichoqni mahkam ushlab, orqam bilan devorga suyanib turardim. Ichimda bitta fikr. Hozir kimdir yiqiladi. Kimdir qonga belanadi. Va men bu joydan tirik chiqmayman. Shpritsli ayol keskin harakat qildi. U zanjirli odamga yaqinlashdi. Zanjirli odam esa qo'lini ko'tarib, uni itarib yubormoqchi bo'ldi. Lekin zanjir oyoq ostida sudralib, uni biroz sekinlatdi. Ayol shu soniyada shpritsni uning bo'yniga yaqin joyga tiqdi. Zanjirli odam baqirib yubordi. Yo'q, u ayolni itarib yubordi. Ayol devorga urilib, lekin yiqilmadi. Shpritsning ignasi chiqib ketdi. Bir tomchi suyuqlik yerga tushdi. Zanjirli odam bir necha qadam orqaga tisarilib, bo'ynini ushlab qoldi. Nima qilding, dedi u bo'g'iq ovozda. Nima qilding menga? Uning oyog'i qaltirab ketdi. U zorga tik turardi. Ko'zlari xiralashib menga yana tikildi. Aziz, dedi u ovozi pastlab. Sen eshit. Sen, u gapini tugatolmadi.
Lablari qimirlar, lekin so'z chiqmasdi. Keyin u birdan tizzasiga chokdi. Zanjir shiqirlab yerga urildi. U yana bir marta menga qarab shivirladi. Sen aziz emassan va u yerga yiqildi. Ayol shpritsni yana ko'tarib chuqur nafas oldi. Ko'zlari sovuq. Yetadi, dedi u. Ayolning bu yetadi degani xuddi bu yerda hamma narsa oddiy protsedura, oddiy darsdek. Xuddi biz odam emasmiz, hujjatmiz. Ayol, ya'ni uynish ona deb yig'laydigan ayol esa zanjirli odam yoniga yugurib bordi. Bolam, dedi u va zanjirli odamning boshini tizzasiga qo'ydi. Bolam, Kozim, u yig'lab zanjirli odamning yuzini siladi. Begona odam esa menga yana yaqinlashdi. U qog'ozni buklab papkasiga soldi. Keyin mening bilagimdan mahkam ushlab oldi. Yur, dedi u. Hozir uning qo'li temirday qattiq edi. Bu yur degani yordam so'rash emas, buyruq edi. Men qo'limni tortib olishga urinib ko'rdim. Qo'yib yuboring, dedim. Siz kimsiz o'zi? Meni qayerga olib ketmoqchisiz? Begona odam ko'zlarini qisdi. Bu yerda qolish sen uchun olim, dedi u. Menga ishon. Men kutganman, Munisa orqamdan ovoz berdi. Aziz aka, ehtiyot bo'ling, dedi u. U ham ularning odami bo'lishi mumkin. Akmal shu payt begona odamga qarab bir zum jim turdi. Ularning ko'zlari uchrashdi. Juda qisqa, juda sovuq qarash. Lekin men shu bir lahzada nimanidir sezdim. Ular bir-birini tanirdi. Ichimda sovuq tarqaldi. Dilshod ham nimanidir sezganday begona odamning yo'lini to'sdi. To'xta, dedi u. Siz kim bo'lasiz? Men uni sizga bermayman, begona odam Dilshodga qarab xotirjam dedi. Sen kimning do'stisan o'zi? Pulni olgan paytingda do'stlik qayerda edi? Dilshod seskanib ketdi. Qanday bilasiz, dedi u. Begona odam jilmaydi. Men hammasini bilaman, dedi u. Shpritsli ayol o'sha payt Munisaga qarab bir qadam oldinga chiqdi. Sen ham jim tur, dedi u. Munisa orqaga chekindi, lekin ko'zini mendan uzmadi. Men begona odamning qo'lidan chiqishga urinib, birdan tizzam bilan uning qorniga tepdim. U bir zum bo'shashdi. Men qo'limni tortib oldim. Men hech qayerga bormayman, dedim. Avval hammasini ayting, begona odamning yuzi o'zgardi. Uning sovuqligi ortidan gazab chiqib keldi. Qaysar, dedi u tishlari orasidan. Aziz bo'lsa shunaqa bo'ladi. U bir qadam menga tashlanmoqchi bo'ldi. Lekin shu payt tashqaridan shovqin ko'tarildi. Darvoza yonidan baqiriq yugurish tovushi. Bu yerda odam bor, deb qichqirdi kimdir. Yana bir ovoz. Telefon qil. Tez, men yuragimni ushlab qoldim. Bu yordammi? Haqiqiy yordammi? Akmal darrov koridorga qarab baqirdi. Kimlar? U begona odam boshini burib, ko'zlari bilan koridorni tekshirdi. U bir zum ikkilanib qoldi. Xuddi rejasida bunday narsa bo'lmagandek. Shu lahzada Munisa menga yugurib keldi va bilagimdan ushlab shivirladi. Hozir qochamiz. Men bilaman. Oshxona derazasi emas. Yana bir chiqish bor. Orqa ombor. Sen qayerdan bilasan, dedim men. Munisa ko'zlarimga qarab zo'rga dedi. Men bu yerda ko'p vaqt o'tkazdim. Men bu uyning har bir tirqishini bilib oldim. U meni tortib oshxonadan chiqardi. Dilshod ham orqamdan yugurdi. Men ham ketaman, dedi u. Men unga qarab ichim achishdi. Hozir sen ham ketasanmi, dedim. Kecha sen meni shu uyga olib kelganingda nima uchun ketmading? Dilshodning ko'zlari yoshga to'ldi. Men qo'rqdim, dedi u. Men ham tuzoqqa tushdim. Men chiqolmay qoldim. Sen doim qo'rqarding, dedi Munisa keskin. Shuning uchun ham ular seni ishlatishdi. Dilshod indamadi. U faqat kalitlarni mahkam ushlab turardi. Bu kalitlar endi uning qo'lidagi yagona insonligidek.
Biz koridordan yugurib o'tayotganimizda tepada ayolning yigisi, pastda zanjirli odamning ingragani, Akmalning baqirigi, shpritsli ayolning sovuq buyruqlari hammasi aralashib ketdi. Begona odam esa orqamdan baqirdi. To'xta! Sen mening ishimsan. Mening ishimsan. Men qadamimni tezlatdim. Munisa meni chap tomonga burdi. Bu yerda kichkina eshik bor ekan. Eshikni itarib ochdik. Ichkarida ombor, qorong'i, chang bosgan. Qutilar, eski kiyimlar, temir asboblar. Munisa eshikni yopib, ichkaridan qulfni tushirdi. Bu yerda ham qulf bor ekan, dedi Dilshod hayrat bilan. Qayerga kelib qolganmiz? Munisa qo'li bilan meni jim qildi. Eshit, dedi u. Tashqarida qadam tovushi yaqinlashdi. Ombor eshigi oldida kimdir turdi. Qulfni tortdi. Keyin Akmalning ovozi eshitildi. Ular shu yerda. Och, shpritsli ayolning ovozi ham eshitildi. Ochmang. Pastdagi holat yomon. Bizga u kerak. Tirikkina, begona odam esa juda past, lekin aniq dedi. Men uni o'zim olib ketaman. Men Munisaga qaradim. U menga qarab boshini chayqadi. Ko'rdingizmi, dedi u shivirlab. U ham bir tomonda Dilshodning lablari qaltirardi. Demak, meni ham aldashgan, dedi u. Men o'ylagandim, men faqat bir ish, men uning gapini bo'ldim. Keyin gaplashamiz, dedim. Hozir chiqish. Munisa omborning orqa tarafini ko'rsatdi. U yerda polga yaqin joyda kichkina eshikcha, go'yo eski podvalga kiradigan teshik. Munisa tiz chokib eshikchani ochdi. Sovuq havo urib keldi. Bu yo'lak hovlining orqa devoriga chiqadi, dedi u. Lekin tor. Birma-bir shu payt ombor eshigi qattiq tepildi. Yog'och qarsilladi. Bir deb baqirdi Akmal. Munisa menga qarab qat'iy dedi. Aziz aka, siz birinchi, men yutindim. Yo'q, sen birinchi chiq, dedim. Seni tashlab ketmayman. Munisa ko'zlarini kattalashirdi. Agar men birinchi chiqsam, ular meni tutadi, dedi u. Men yengilman. Siz esa. Siz chiqib olsangiz, men keyin chiqa olaman. Siz tashqarida biror odamni topasiz. Yordam topasiz. Dilshod bizning oramizga qarab birdan dedi. Men birinchi chiqaman. Agar meni ushlashsa ham mayli. Sizlar qoching. Men unga ishonmadim. Lekin vaqt yo'q edi. Ombor eshigi yana tepildi. Qars. Qars. Ikki, dedi Akmal. Munisa menga baqirdi, shivirlab emas, baqirib. Aziz aka, iltimos, men tiz chokib teshikka kirdim. Tor yo'lak. Tizzam beton devorga urildi. Qo'lim bilan yerda sudralib oldinga harakat qildim. Orqamdan Dilshodning nafas olishi, keyin Munisaning shivirlashi eshitildi. Eshikni ushlab turing. Uch, dedi Akmal. Keyin ombor eshigi qars etib ochildi. Baqiriq, shovqin. Men yo'lakda sudralib ketayotganda orqamdan Dilshodning qichqirigini eshitdim. Ket. Qoch. Keyin nimadir gurs etib yiqildi. Munisaning ovozi bir zum eshitildi. Yo'q, keyin shovqin ichida shpritsli ayolning sovuq ovozi. Unga tegmang. U kerak emas. Aziz kerak. Bu gapni eshitib tanamdan muz otdi. Demak, Dilshod va Munisa ular uchun keraksiz. Meni esa kerak. Men yo'lakning oxiriga yaqinlashdim. Oldinda xira yorug'lik. Hovli devorining tagida kichkina chiqish. Men itarib chiqardim. Tashqariga chiqishim bilan sovuq havo yuzimga urildi. Kecha havo yanada sovigan. Osmonda bulut, oy ham xira. Men qalin nafas oldim. Nihoyat tashqarida. Lekin bu ham ozodlik emasdi. Hovli ichidaman. Devorlar baland. Darvoza oldi tomonda shovqin. Kimdir kelgan, kimdir baqiryapti. Men devor bo'ylab yugurdim. Orqa burchakda eski omborning tashqi tomoni yonida temir narvon. Narvon devorga suyalgan, lekin yuqoriga chiqsa bo'ladimi, bilmadim. Orqamdan teshikdan chiqayotgan shovqinni eshitdim.
Kimdir yo'lakdan chiqyapti. Men narvonga yopishdim. Bir oyogimni qo'ydim. Narvon qaltiradi. Shu payt pastdan begona odamning ovozi eshitildi. U hovli ichiga chiqib kelgan ekan. Aziz deb baqirdi u. To'xta, men orqamga qaradim. Begona odam qop-qora kurtkada, qo'lida fonar. Fonarning nuri ko'zimni qamashtirdi. Men seni qutqaraman, dedi u. Lekin uning ovozida qutqarish yo'q edi. Uning ovozida olish bor edi. Men yuqoriga ko'tarildim. Narvon gichirladi. Devorning ustiga chiqishim bilan qo'lim sirgaldi. Barmoqlarim og'ridi. Lekin chiqib oldim. Pastga qaradim. Begona odam narvon tomon yugurib kelayotgandi. Men devordan sakrashga majbur edim. Lekin devorning narigi tomoni qorong'i. U yerda nima borligini bilmasdim. Ichimda bir lahza ikkilanib qoldim. Shu lahzada begona odam narvonning pastiga yetib keldi. Aziz, sen meni bilasan, dedi u past ovozda, go'yo sir aytayotgandek. Men seni bolalar uyidan kuzatganman. Men seni qidirganman. Sen kimsan, dedim men, nafasim bo'gilib. Begona odam boshini ko'tarib ko'zlarini menga tikdi. Uning yuzini endi aniq ko'rdim. Yuzida eski chandiq bor edi. Ko'zlari juda sovuq. Lekin u bu sovuqlikni otat deb berkitmoqchi bo'lganday. Men seni olib ketadigan odam, dedi u. Seni o'z joyingga qo'yadigan odam. Men yuragimni ushlab qoldim. Agar men aziz bo'lsam, dedim men, nega pastdagi zanjirli odam ham aziz bo'lishi mumkinligini aytdi. Nega u menga o'xshaydi? Begona odamning lablari qimir etdi. Bir lahza u jim qoldi. Keyin sekin dedi. Chunki senlar ikki kishisanlar, ikki kishimiz. Bu so'z boshimni portlatdi. Egizakmi, dedim men zo'rga. Begona odam narvonning bir pogonasiga oyoq qo'ydi. Ha, dedi u. Egizak. Biri yo'qolgan. Biri qolgan. Endi ikkalangiz ham topildinglar. Shu payt uyning ichidan qichqiriq eshitildi. Munisaning ovozi. Aziz aka, men darrov uyning tomonga qaradim. Derazadan ichkarida shovqin ko'rinardi. Munisa baqiryapti, lekin uni kimdir ushlab turibdi. Akmalning ovozi ham eshitildi. U qayerda? Dilshodning ovozi esa xira, bogiq. U ketdi, dedi u. U ketdi. Keyin bir zarba ovozi. Dilshodning ingragani. Men ichimda bir narsa uzilib ketdi. Ular Munisani ham, Dilshodni ham uryapti. Men devordan sakrashga qaror qildim. Qanchalik xavf bo'lsa ham, devor orti bu hovlidan yaxshiroq. Begona odam qo'lini cho'zdi. Sen sakrama, dedi u. Men seni ushlab olaman, bu gapga ishonmadim. Men devordan sakradim. Yerga tushganimda tizzam qattiq og'ridi. Oyoqlarim titradi, lekin yiqilmadim. Men darrov yugurdim. Bu tarafda tor ko'cha, loy, bir nechta daraxt. Qishloq jim. Faqat u uy tomondan shovqin. Orqamdan begona odamning qadam tovushi eshitildi. U ham sakrab tushgan. Juda tez yugurardi. Aziz, deb baqirdi u yana. To'xta, aks holda ularni o'ldirishadi. Men to'xtab qotib qoldim. Ularni. Demak, u Munisa va Dilshodni nazarda tutyapti. Demak, u uydagilar bilan gaplashib turibdi. U ularga ta'sir qila oladi. U ularga buyruq bera oladi. Bu menga bitta narsani isbotladi. U ham ularning ichida. Men yana yugurdim. Ko'chadan chapga burildim. Qorong'ida bir uy, keyin yana dala yo'li. Telefonim yo'q. Hech kimga qo'ng'iroq qila olmayman. Qayerga boraman? Men nafasim bo'gilib bir payt to'xtab qishloq yo'liga qaradim. Uzoqda bitta mashina chirog'i ko'rindi. Kelayotgan mashina. Balki yordam. Men qo'limni ko'tarib mashinaga ishora qildim. Mashina yaqinlashdi. Men ichimdan iltimos to'xta deb duo qildim. Mashina yonimdan o'tib ketmadi. To'xtadi.
Lekin men ko'rganimda yuragim yana muzlab qoldi. Chunki rulda Akmalning mashinasi edi. Va mashinaning orqa o'rindigida oynaga suyangan holda Munisa o'tirardi. Uning og'zi mato bilan bog'langan. Ko'zlari menga tikilgan. Ko'zlarida birgina so'z bor edi. Qoch. Haydovchi eshikni ochdi. Bu shpritsli ayol edi. U menga tikilib xotirjam dedi. Aziz, endi ketamiz. Munisa bilan birga orqa eshik ochildi. Ichkaridan begona odamning ovozi eshitildi. Ko'rdingmi, dedi u sovuq. Men aytgandim. Endi sen tanlaysan, men qadam tashlay olmadim. Chunki men endi bitta narsani tushunib ulgurdim. Bu odamlar meni tutish uchun emas, meni qaytarish uchun kelishgan. Va eng yomon savol hali javobsiz qolgan edi. Agar men Aziz bo'lsam, unda pastdagi zanjirli odam kim edi? Shu payt qorong'ulik ichidan yana zanjir shiqirladi. Men boshimni burdim. Yo'l chetida, daraxt soyasida o'sha zanjirli odam turardi. U yiqilmagan ekan. U chiqib kelgan ekan. U menga tikilib juda past ovozda dedi. Aziz, biz ikkimizdan biri yolg'on. Zanjir shiqirlab turgan daraxt soyasida u shunaqa gapirganda, yuragim bir lahzaga to'xtab qolgandek bo'ldi. Aziz, biz ikkimizdan biri yolg'on. Men boshimni mashina tomon burdim. Faralar ko'zimni qamashtirardi. Oldinda shpritsli ayol eshikni ochib turibdi, ichkaridan begona odamning sovuq ovozi eshitiladi. Orqa o'rindiqda Munisa og'zi bog'langan, ko'zlari bilan qoch deb baqiryapti. Orqamda esa zanjirli odam. Ko'zlarda alam. Ko'zlarda men ko'rmagan yillar. Shpritsli ayol xotirjam dedi. Aziz, vaqt ketdi. Sovuq. Kel, ot. Begona odam ham ovozini pasaytirib, go'yo men bilan kelishayotgandek gapirdi. Sen kir. Munisa bilan birga ketasan. Aks holda u shu yerda qoladi, uning qoladi degani uyga qaytadi degani emasligini men juda yaxshi tushundim. Men og'zim qurib zo'rga so'radim. Agar men kirib ketsam, Munisani qo'yib yuborasizlarmi? Begona odam kulimsiradi. Men seni aldab o'tirmayman, dedi u. Sen men bilan ketsang, Munisa ham tirik qoladi. Shpritsli ayol esa juda oddiy qilib qo'shib qo'ydi. Yolg'on gapirayotgan odam hozir ko'ziga qaray olmaydi. Men qarayapman. Demak, rost, u shunaqa gapirganda ichimda gazab qaynadi. Ular hamma narsani shunaqa tibbiy, shunaqa rasmiy qilib aytishadi. Go'yo odamning hayoti dori bilan boshqariladigan narsa. Men zanjirli odam tomon sekin burildim. Sen kimsan, dedim men. Sen meni qayerdan bilasan? Nega menga o'xshaysan? U daraxt soyasidan bir qadam chiqdi. Yuzi yaqqol ko'rindi. Ha, u menga o'xshardi. Lekin unda meniki yo'q narsalar bor edi. Ko'z ostidagi chuqur chiziqlar, labidagi eski yaralar, qattiq sovuqdan titragan iyak. Men senman, dedi u past ovozda. Lekin seni toza qilib, yuvib, ism berib, kuldirib qo'yishgan. Meni esa pastga tashlashgan. Egizakmizmi, dedim men. U kulib yubordi, lekin bu kulgi achchiq edi. Egizak, dedi u. Ha. Sen yaxshi tarafini olding. Men yomonini. Shu payt mashina ichidan begona odamning ovozi yanada keskinlashdi. Unga ishonma, dedi u. U aqldan ozgan. Sen uni ko'rding, u zanjir bilan yuradi. U hammani oldiradi. Zanjirli odam boshini ko'tardi, begona odamga qaradi. Men aqldan ozgan emasman, dedi u. Men och qolganman. Men uyqu ko'rmaganman. Men odam o'rniga ko'rilmaganman. Senlar meni shunaqa qilgansanlar. U mashina tomon bir qadam tashladi. Shpritsli ayol darrov qo'lidagi shpritsni ko'tardi. Yaqinlashma, dedi u. Yana dori qilaman. Zanjirli odam shunaqa qaradiki, ayolning qo'li bir lahzaga qimirlamay qoldi. Yana emas, dedi zanjirli odam. Bu safar yo'q. U birdan ko'zini menga tikdi. Aziz, dedi u. Agar sen haqiqiy Aziz bo'lsang, nega sen bolalar uyida o'sgansan? Nega onang seni tanimagan?
Nega bu uy seni hujjat bilan kutgan? Men tilimni tishlab qoldim. Chunki bu savollar mening ichimda ham bor edi. Begona odam mashinadan tushdi. Qorong'ida uning bo'yi yelkasi yaqqol ko'rindi. U xotirjam yurardi. Xuddi bu yerning egasidek. Bas, dedi u. Ikkingiz ham aziz emas. Men aytaman, men uning gapiga ishonmay ko'zimni qisdim. U davom etdi. Aziz ism bu uy uchun hujjatdagi ism. Bu ism kerak. Bu ism bilan meros, qarz, sud hammasi yuradi. Sizlardan biringiz shu ismni ko'taradi. Ikkinchingiz esa ortiqcha, ortiqcha deganda Munisa orqa o'rindiqda qattiq qimirlab yubordi. Go'yo u ham ortiqcha bo'lgani uchun yillarini yo'qotgan. Zanjirli odam begona odamga qattiq tikildi. Sen kim bo'lasan, dedi u. Begona odam labining chetida kulimsirab sekin dedi. Men bu ishni boshlagan odamman. Shpritsli ayol ham mashinadan toliq tushdi. U begona odamning yoniga turdi. Ular yonma-yon turganda meni yana bir sovuq urdi. Ular bir jamoa. Bu yerda hammasi jamoa. Begona odam menga qarab. Sen mashinaga ot, dedi. Men seni olib ketaman. Sen tashqarida tirik qololmaysan. Telefoning yo'q. Hujjating yo'q. Isming ham yo'q. Unda nega menga ismni ko'rsatding, dedim men. U ko'zini toraytirdi. Chunki sen psixologik jihatdan bo'ysunishing kerak, dedi u. Inson o'zini kim deb bilsa shunga aylanadi. Bu gapni eshitib ichimda bir narsa chirt etib uzildi. Demak, ular meni faqat ushlashmayapti. Ular meni yasashyapti. Zanjirli odam birdan past ovozda shivirladi. Men senga isbotlayman. Qanday, dedim men. U zanjirini ko'tardi. Zanjir uchida temir halqa bor edi. U halqani bo'ynidan chiqarib, ko'ylagining ichidan nimanidir tortib chiqardi. Kichkina kulon. Kulonning ichida surat. U kulonni menga otdi. Men ushladim. Qorong'ida ham surat ko'rinardi. Ikki chaqaloq. Birining bilagida qizil ip. Ikkinchisining bilagida ko'k ip. Chaqaloqlardan biri men edim. Yoki u. Ikkinchisi ham o'xshardi. Pastda esa yozuv bor edi. Xira, lekin o'qiladi. Ikki ism. Aziz va boshqa ism. Men labimni qimirlatdim. Bu ikkinchi ism nima, dedim. Zanjirli odamning ko'zlari yonib ketdi. Bu mening ismim, dedi u. Men seni shuning uchun yolg'on dedim. Chunki sen aziz bo'lishing mumkin, lekin men ham aziz bo'lishim mumkin. Bizni almashtirishgan begona odamning yuzida bir zum gazab ko'rindi. Juda qisqa. Lekin men ko'rdim. Demak, bu kulon haqiqiy. Bu ularni bezovta qildi. Begona odam darrov buyruq berdi. Ol, dedi u shpritsli ayolga. Ayol shprits bilan oldinga otilmoqchi bo'ldi. Zanjirli odam esa bir harakat bilan zanjirini yerga uloqtirib, shpritsli ayolning oyoq tomoniga ilib yubordi. Ayol yiqilmadi, lekin qoqilib ketdi. Shprits qo'lidan uchib loyga tushdi. Shu soniyada hamma narsa aralashdi. Begona odam menga yugurdi. Men orqaga chekinib pichoq yo'qligini esladim. Pichoq uyda qolgan. Zanjirli odam begona odamning yo'lini to'sdi. Menga tegma, dedi u. Bu safar men sizlarni pastga tushiraman. Begona odam zanjirli odamni itarib otmoqchi bo'ldi, lekin zanjirli odam hayvonday kuch bilan uni quchoqlab oldi. Ular yiqilib tushdi. Loy sachradi. Men shu lahzada mashina tomon qaradim. Munisa orqa o'rindiqda. Eshigi qulflimi bilmayman. Ammo men hozir yugurib borib eshikni ochsam, balki qutqaraman. Men yugurdim. Shpritsli ayol tizzasidan turib men tomonga qo'l cho'zdi. Aziz, deb baqirdi u. To'xta, men uni eshitmadim. Orqa eshik tutqichini tortdim. Qulf yopiq. Yana tortdim. Yopiq.
Munisa ko'zlari bilan bir narsani ko'rsatdi. Kalit. Haydovchi tomonda. Dilshod. Men Dilshodni qidirdim. U qayerda? U bu yerda ko'rinmasdi. Demak, u uydan chiqolmagan. Yoki uni ushlab qolishgan. Yuragim yana siqildi. Shu payt begona odam menga baqirdi. Kalit menda, u yerda, loyda, zanjirli odam bilan olishayotgan paytda ham cho'ntagidan kalitni chiqarib havoda ko'rsatdi. Kel, dedi u. Kelmasang, qiz shu yerda qoladi, bu tahdid edi. Juda toza tahdid. Zanjirli odam loy ustida ham baqirdi. Borma. U seni olib ketadi. Keyin seni ham zanjirlaydi. Shpritsli ayol esa oyogini rostlab, endi boshqa bir narsa oldi. Bu safar shprits emas. Kichkina elektr shakerga o'xshash narsa. U uni yoqdi. Ziyit degan ovoz chiqdi. Mening tizzam bo'shashdi. Men ikki ot orasida qoldim. Bir tomonda Munisa, bir tomonda zanjirli odam. Bir tomonda begona odamning kaliti, bir tomonda shpritsli ayolning shakeri. Men ko'zimni yumib, ichimdan bitta narsani o'yladim. Agar men hozir Munisani qutqara olmasam, u yana yo'qoladi. Agar men hozir zanjirli odamni tashlab ketsam, u bu yerda oladi. Va men bitta kishining hayotini tanlashga majbur bo'laman. Shu payt kutilmagan narsani Munisa qildi. U og'zidagi matoni tishlab nimanidir uzdi. Matoning bir cheti bo'shadi. U boshini qattiq silkitib matoni yarim yechdi. Keyin baqirdi. Ovozi bogiq, lekin aniq. Aziz aka. Kalit haydovchi o'rindigi ostida. Oldingi o'rindiq ostida begona odamning yuzi muzlab qoldi. Demak, kalit bitta emas. Yoki u zaxira kalitni yashirib qo'ygan. Va Munisa buni biladi. Men darrov haydovchi eshigi tomon yugurdim. Eshik ham qulflangan edi. Lekin oynasi yarim ochiq. Juda ozgina. Men qo'limni oynadan ichkariga tiqishga harakat qildim. Qo'lim sigmadi. Shpritsli ayol shoker bilan menga yugurib kelardi. Men orqaga tisarilib yerda yotgan toshni oldim va oynaga urdim. Bir urishda sinmadi. Ikkinchi urishda ham. Uchinchi urishda oynaning burchagi chilparchin bo'ldi. Qo'limni ichkariga tiqdim. Ichkarida sovuq metallga tegdim. Ha, kalit. O'rindiq ostida. Men kalitni tortib oldim. Shpritsli ayol shoker bilan menga yetib kelgan paytda men orqa eshikni ochdim. Munisa ichkarida qimirlab, ko'zlari bilan yiglab turardi. Tez, dedim men. Chiq. Munisa og'zidagi matoni yulib tashlab, o'zini tashqariga uloqtirdi. Lekin uning qo'llari orqadan bog'langan. U yiqilib tushdi. Men uni ko'tarishga egildim. Shu payt shoker bo'ynimga tegdi. Ziyit. Tanamdan tok otdi. Oyoqlarim bo'shashdi. Ko'zim oldi qorong'ilashdi. Men yiqilayotganda ham Munisaning qo'lini ushlab qolishga harakat qildim. Lekin shpritsli ayol ikkinchi marta shoker urdi. Bu safar yonimga. Ziyit. Men yerga yiqildim. Munisa baqirdi. Yo'q. Aziz aka, begona odam zanjirli odamdan qutulib tizzasidan turib kelardi. Zanjirli odam ham nafasini rostlay olmay loyda qolgandi. Uning labidan qon chiqardi. Begona odam menga yaqinlashib tepamda turdi. Ko'rdingmi, dedi u sovuq. Sen qahramon emassan. Sen hujjatsan. Men og'zimni ochib zo'rga nafas oldim. Munisani qo'yib yubor, dedim men. Begona odam kulimsiradi. Munisa endi muammo, dedi u. U juda ko'p biladi. Munisa yerda yotib, ko'zlari katta ochilgancha menga qaradi. Aziz aka, dedi u shivirlab. Qoching. Shpritsli ayol uning yoniga borib, Munisaning og'zini yana bog'lamoqchi bo'ldi. Munisa qarshilik qildi, boshini silkidi, yigladi. Zanjirli odam esa birdan baqirdi. Bu baqiriq men eshitgan eng dahshatli baqiriq edi.
To'xta, u loydan turib zanjirini ko'tardi va begona odamning oyog'iga ilib uni tortib yubordi. Begona odam yiqildi. Shu lahzada men tanamni zo'rga sudrab Munisaga yaqinlashdim. Qo'llarim qaltirardi, lekin men Munisaning bilagidagi bogichni yechishga urindim. Bogich qattiq. Men tishim bilan tortdim. Og'zim loy bo'ldi. Ammo bogich bo'shadi. Munisaning qo'li bo'shadi. Munisa menga qarab bir lahza jim turdi. Keyin u pichirladi. Rahmat, bu rahmatni aytishi bilan shpritsli ayol Munisaning sochidan ushlab uni tortib ketdi. Yetar, dedi ayol. Men ularni quvmoqchi bo'ldim. Lekin tanam bo'ysunmadi. Shokirning og'ri hanuz suyaklarimda. Begona odam yerda yotgan joyidan boshini ko'tardi. Ko'zlari g'azabga to'la edi. Sen shunday qilasanmi, dedi u menga. Unda sen ham keraksiz bo'lasan, u cho'ntagidan kichkina narsa chiqardi. Men avval telefon deb o'yladim. Yo'q. Bu kichkina pult edi. U pultni bosdi. Mashinaning bagaji tomondan klik degan ovoz eshitildi. Zanjirli odam buni eshitib bir lahza qotib qoldi. Yo'q, dedi u past ovozda. Men tushunmadim. Begona odam esa menga qarab sekin dedi. Sen bilmayapsan. Senlar 2 kishisanlar. Lekin faqat bittangiz tirik qolishingiz kerak. Shu payt bagaj ochildi. Ichidan juda xira, juda og'ir nafas olish eshitildi. Go'yo u yerda yana bir odam bor. Munisa ham to'xtab, ko'zlari bilan bagaj tomonga qaradi. Shpritsli ayolning qo'li ham qaltirab ketdi. Begona odam esa bir qadam orqaga chekinib bagaj tomon ishora qildi. Mana, dedi u. Haqiqiy javob shu yerda, bagaj ichidan qo'l chiqdi. Oqartgan, muzlagan qo'l. Keyin yuz ko'rindi. Va men o'sha yuzni ko'rganimda butun tanam muzlab qoldi. Chunki u yuz meniki edi. Lekin bu safar zanjirsiz, yarasiz, xuddi men ko'rmagan, boshqa hayotdan kelgan men edi. U ko'zini ochdi va birinchi bo'lib menga qaradi. So'ng juda past ovozda dedi. Aziz, men seni nihoyat topdim. Shu payt begona odam pultni yana bosdi. Bagajning ichidagi temir mexanizm shaq etib yopila boshladi.